Tamam, tamam. Birodarlar, mana akamiz ham tashrif buyurdi. Inshaalloh jahonda bo'layotgan siyosiy dolzarb voqea-hodisalar bo'yicha savollaring bo'lsa, mana inshaalloh akamiz chiroyli qilib yoritib, bizga tushuntirib beradi. Birodarlar, marhamat, kimda savol bo'lsa, bemalol savollaringni berishlaring mumkin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Keling aka. Birodarlar, yaxshimisizlar? Men bilan sog'man. Sizlarga yaxshimisiz? Sog' bo'linglar. Yaxshimi? Mani savolim avvalo o'zi shu mintaqaviy masalaga oid savol edi. Amerikani katta Markaziy Osiyo strategiyasi bo'yicha bugungi kunda Amerika nima qilyapti? Markaziy Osiyoda muvozanatlashtirish siyosatini olyapti-da. Endi mana shu yerda muvozanatlashtirish siyosati deganda o'sha bir maqolada o'qib qoldim. Shu yerda bilan nimani, ya'ni o'sha Rossiyani ta'sirini kamaytirishlik. Ya'ni bu yerda bitta yagona bir kuchni mana shu yerda mustahkam o'rnashib, bu yerda o'z nufuzini o'rnatishlikka qaratilgan siyosati, ya'ni muvozanatlash siyosati deyapti. Ya'ni bu yerda Rossiya bilan Xitoy ta'sirini kamaytirib, mana shu yerda o'zini ta'sirini mustahkamlab harakat qilyapti-da endi. Mana shu strategiyadan kelib chiqib turib. Ya'ni endi bu yerda o'sha o'zini manfaati, o'zini o'sha strategiyasida o'zini manfaatiga erishishlik uchun bu yerdagi Markaziy Osiyo davlatlarida tepasida turgan hokimlarda ko'p vektorlik siyosati Amerikani o'zini mana shu strategiyasini amalga oshirishlikda qanaqangi bir to'siqlar bo'lyaptimi yoki bo'lmasa mana shu to'siq bo'ladigan bo'lsa bu qanaqa ta'sir qiladi? Masalan, mana Hindiston bilan Turkiyani oladigan bo'lsak, mana shu yerda o'sha Turkiyani Angliyani ta'siridan chiqarib, o'sha yerda bir o'zini bir partiyasini, Amerikaparast partiyani vujudga keltirib turib, mana shu yerda Erdo'g'onni hokimiyatga olib keldi. Yoki bo'lmasam hozirgi Hindistondagi partiyani. Ya'ni Angliyani ta'siridan o'sha yerda chiqarib, muxolifat partiyalar orqali mana shu yerda nima qilinsa, Amerika shu yerda, ya'ni tinchlik yo'li bilanda shu partiyalar orqali hokimiyatda o'zini nufuzini o'rnatib oldi. Nufuzini mana shu yerlarda mustahkamladi. Endi Markaziy Osiyo davlatlarida muxolifat partiyalar bo'lmasa, bu yerdagi har bitta o'sha rejimlar o'zi mustaqil diktatura siyosatini olayotgan bo'lsa, bu yerda endi Amerika qanaqa siyosat ko'p vektorlik siyosat olayotgan bu hokimlarga nisbatan qanaqa bir choralar qo'llaydi yoki qanaqa bir uslublar qo'llab turib, shu Xitoy va Rossiyani nufuzini bu yerdan nima qilish kerak desa, qisqartirib, faqat o'zi yakka hukmronlikda qo'lga olishlik uchun harakat qiladi. Mana shu yerda ularda ko'p vektorlik siyosati bitta o'sha Amerikani siyosatiga nimasiga qanaqa to'siq bo'lishi mumkinmi degan savol edi menda. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Val aqibatu lil muttaqin. Ala khayri xalqi Muhammadin sallallohu alayhi va sallam va alihi va ashabihi ajmain. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh, birodarlar. Sizdan bir salomatligimni so'radingiz. Ilhom aka, Alloh rozi bo'lsin. Rahmat, Xudoga shukr, alhamdulillah. Yo'qlaganingizga ham rahmat. Endi savolingizga kelsak, keng qamrovli
savol. Misol Amerikani O'rta Osiyoda muvozanatlar siyosati, undan tashqari O'rta Osiyoni rahbariyati ularga nisbatan qo'llanadigan misol uchun choralar yoki o'zini nufuzini kengaytirishlik uchun ishlatiladigan tadbirlar qanaqa bo'lishligi mumkin? Jumladan Xitoyga qarshi qanaqangi xatti-harakatlar. Shundoq tushundim endi savolingizda. Endi o'sha muvozanatlar siyosati desangiz, man sal boshqacha o'zimni qarash nuqtai nazaridan harakat qilaman sizga tushuntirib berishni. O'zi agar e'tibor qaratsangiz, bu muvozanatlar terminini misol Yaqin Sharqda o'ziga tobe bo'lgan davlatlarni bir-biri bilan munosabatlarini keyin siz aytayotgan muvozanatlarini jumladan hammasini shu ya'ni keng qamrovli harakatlar bilan Amerikani manfaatlariga xizmat qilishligini belgilab berishligi. Mana shu yerda men shu muvozanatlar nuqtai nazarida qarayman. Misol uchun Turkiya ham, Isroil ham, Iron ham, Siriya ham, boshqa davlatlar ham Yaqin Sharqda hammasi Yegipit bo'ladimi, Amerikani manfaatiga xizmat qiladi. Bunga bizda shak shubha yo'q. O'sha davlatlarni qiladigan munosabatlarini belgilab beradi. Bu nima desam aytmoqchilar, shunaqangi balanslarini saqlab keladi. Ayrim holatlarda bir-biri bilan ham to'qnatadi. Garchanki bu sunniy to'qnashuvlar bo'lsa ham. Lekin shunga qaramasdan bu ishlarning hammasi o'sha davlatlarni o'sha yerdagi munosabatni, muvozanatni saqlab, hammasini Amerikani manfaatiga ishlatishlar. Bir holatda biz ko'rdikki, muvozanatni o'zgartirib Ironni kuchaytirdi. Oqibatda Iron degan instrumentni ehtiyoji kamaygandan keyin uni zaiflashtirib Turkiyani kuchaytirdi. Eng avvalo Arab bahoridan oldin Yegipit shunaqangi bir asosiy rolda o'ynardi mintaqada. Endi Isroilga kelsak, buni holati bir xil o'zgarmay keladi. Shu Amerikani killeri deb hisoblasak ham bo'ladi Isroilni. Hamma Amerikaga qarshi xatti-harakatlarga yoki xatar tug'dirishligi mumkin bo'lgan kuchlarga, odamlarga, jamoatlarga shunaqangi bir g'ayriqonuniy kuch ishlatadigan davlat. Endi O'rta Osiyodagi agar Amerikaning strategiyasiga kelsak, buni ko'proq kurash, qarama-qarshilik Rossiya bilan, asosan Rossiya bilan. O'shaning uchun men Xitoyni ikkinchi darajali o'yinchi deb hisoblayman. Misol uchun Rossiyani ittifoqchisi sifatida Yevropani ham ikkinchi darajali o'yinchi deb hisoblayman. Amerikani ittifoqchisi sifatida, lekin asosiy bir-biri bilan kurashadigan kuchlar u yerda kim? Amerika bilan Rossiya. Sovet ittifoqi yiqilgandan keyin Amerika u yerda harakat qiladi. Xitoy yaqinda o'tdi. Kuchanishni boshladi, lekin Amerika o'sha vaqtdan beri muhit yaratib kelgan, imkoniyat yaratib kelgan, katta tayyorgarlikni ko'rgan, juda ham keng qamrovli imkoniyatlari bor. Bu vaqtda ichida 10 minglab kadrlarni tarbiyalagan. G'arb universitet institutlarida. Uni o'sha yerda manfaatlarini himoya qiladigan, yoyadigan o'tdagi kadrlar bu. Ya'ni bu keng qamrovli harakat qilgan. O'zini manfaatlarini, o'zini rejalarini qoyim qiladigan mutaxassislarni tarbiyalagan. Davlatdorlik sohasini ham hammasida. O'shaning uchun bu haqiqiy kurash. Undan oldin shu soha hammasi Rossiyaning qo'lida bo'lgan. Misol uchun o'sha davlatda asosiy davlat idora ishlarini boshqaradigan odamlarning kadrlarini hammasi Rossiya tayyorlagan shu paytda. Harda meri bo'ladimi? Biroq xil yana xavfsizlik kuchlarining rahbari bo'ladimi, muovini bo'ladimi?
yoki qurolli kuchlarni nimasi bo'ladi, rahbari bo'ladimi va hokazo. O'shalarni tarbiyalab kelgan. O'shaning uchun Amerikaning harakati shundaqangi. Xitoy hozir O'rta Osiyo davlatlarida shundaqangi bir elitani tayyorlashlikka qodir bo'lgan davlat emas. Yevropa ham bundaqangi keng qamrovli harakat qilmagan. Shuning uchun haqiqiy bir-biriga qarshi kurashadigan kuchlar mana shular deb bilaman. Yana Xitoy ham o'zi mustaqilona harakat qiladi. Qaysi bir sohalarda Yevropa, O'rta Osiyoda bir qanaqangidir ta'sirga ega bo'lishligi uchun Yevropa ham xatti harakat qiladi, lekin asosiy o'yinchi bu ikkita. Chunki bularning harakatlari keng qamrovli. Manfaatlarini himoya qiladigan, nafaqat himoya qiladigan, qoyim qiladigan insonlar bor edi. Hatto Amerikaniki. Viloyat rahbarlari bo'ladimi? O'sha davlatning strategik sohalarini rahbarlari bo'ladimi? Xavfsizlik xizmatlari bo'ladimi? Ichki ishlar xizmatlariga tegishli bo'lgan yo tez haligi harakat qiluvchi qurolli kuchlar bo'ladimi? Yo o'shalarning qurollari bo'ladimi? Yo svязь sohasi bo'ladimi? Yo razvedka sohasi bo'ladimi? Yo davlatni idora qilgan iqtisodchilar bo'ladimi? Davlat hazoratini belgilaydigan odamlar bo'ladimi? Mana shuni hammasini tayyorlab keladi shu kungacha. Tinimsiz, to'xtovsiz. Ki bir kun o'zini rejalarini amalga oshirishlik uchun. O'shanga shu ikkita davlat bir-biri bilan kurashadi. Muvozanatni saqlashlik uchun emas, o'zini raqobatlashayotgan davlatini mag'lubiyatga uchrashlik uchun. Rossiyani O'rta Osiyodagi ta'sirini siqib chiqarishlik uchun qilinadigan xatti harakatlar bilan. Maqsadiga erishadimi yo'qmi? Alloh yaxshi bilguvchi. Bu nekigin 9dan yana biz o'ylaydigan, biz xohlaydigan rejada amalga oshmaydi. Bizniki shu haligi yo ilallazi yo ulallazi, bolti bilan uramiz. Siyosiy o'yin davomli rejalashtirilgan, vaqt, yil, 10 yillik rejalar ham bo'ladi, amalga oshiradigan. Shu ishlarning natijasida keyin oxiri g'oyasiga, maqsadiga erishadigan xatti harakatlar bo'ladi bu siyosiy o'yinda. O'shaning uchun bizda yo Rossiya Amerikani urish kerak, yo Amerika Rossiyani urish kerak, yo hamma bir-birini urish kerak. Bu nuqtai nazarimiz bizning xato. Bu siyosiy o'yin. Islom davlati ham o'zining siyosiy o'yinlarini, dushmanning o'yinlarini fosh qilishlik, rejalarini bilishlik, unga tuzoqlar, bu ishlarning natijasida harbiy natijaga erisha olmaydigan katta natijalarga erishishlik mumkin. O'shaning uchun bugun agar qarasangiz, nafaqat o'sha yerdagi elitani, kadrlarni, mutaxassislarni tarbiyalayapti. O'ziga tobe bo'ladigan insonlarni va o'zini manfaatlarini keng qamrovli va o'zini ideologiyasini, o'zini hazoratini, kulturasini tarqatadigan, himoya qiladigan odamlarni tarbiyalayapti. Bu jihatda Rossiya sal ortda qolyapti. Undan tashqari hazoriy taraflama o'ris tilini siqib chiqaryapti. Lotin tiliga ko'proq urg'u beryapti. O'sha keng qamrovligi yana O'rta Osiyodan tashqarida ham Rossiyaning manfaatlariga zarba beryapti. Iqtisodiy manfaatlariga zarba beryapti. Ukraina mojarosi bilan, sanksiyalar bilan, embargolar bilan va uni oldi sotdi ishlarini cheklashlik, ya'ni sanksiyalardan tashqari. Misol Xitoyga ham belgilab qo'yadi. Mana bu misol uchun bankovskiy operatsiyalarni banklar bilan qilma deydi. Ya'ni usni, og'zaki cheklashuvlar ham bor. Yoki Rossiyani qurol aslaha ishlab chiqarish sohasini kuchaytirmasligi uchun maxsus ishlab chiqaruvchi texnikalarni sotishlikda cheklashuv bilan og'zaki bor. Qonuniy iloji yo'q. Amerika buni man qilishligi. Ya'ni o'shaning uchun shundaqangi xatti harakatlar qiladi. O'shaning uchun endi aloqadir hol tushuntira olgandirman. Lekin yana urg'u beradigan joyim ba'zi bir ekspertlarning aytishlariga qaraganda notinchlik, urush, islomiy jamoaviy
jihodiy jamoatlarni ishlatishlu natijasida lekin bunaqangi narsani man ko'rmayapman. Nimaga desangiz, 6-joyga Amerika o'zini iqtisodiy investitsion programmalarini tatbiq qoyim qilmaydi. Yana xatarli bor joyga Amerika pul tikmaydi. Shuning uchun bugun agar e'tibor qaratayotgan bo'lsangiz, O'rta Osiyoga nima pul tikyapti. Bu degani Amerika boshqacha rejalar bilan O'rta Osiyoni o'z ta'siri ostiga kirgizishga harakat qiladi. Bu proyektlar iqtisodiy siyosatga bog'langan harbiy, ya'ni военно-политический deydi, harbiy siyosatga bog'langan xatti-harakatlar. Yana quruq harbiy munosabatlar bo'lishligi mumkin. Kimda quruq harbiy munosabatlari bor? Rossiya bilan Hindistonda. Yoki Pokiston bilan Xitoyda. Ya'ni faqat harbiy iqtisodiy munosabatlar, foyda daromad ko'rish. Ba'zi bir holatlarda harbiy siyosiy manfaatlarni ko'zlagan, misol uchun harakatli kelishuvlar bo'ladi. Unda o'sha davlat harbiy yordam berishligi natijasida o'sha davlatni o'ziga tobe harbiy taraflarni o'ziga bog'lashlikda. Xitoyni bilamiz, endi Pokistonni o'ziga bog'lamaydi. O'shaning uchun yoki Rossiya Hindistonni o'ziga bog'lamaydi. Lekin harbiy munosabatlari nima juda ham kuchli. O'shanga Amerikani O'rta Osiyo davlatlari, jumladan O'rta Osiyodagi kuchli Qozog'istonmi yo O'zbekiston bo'ladimi, ular bilan harbiy siyosiy munosabatlari kuchayib borayotganligini guvohimiz. Iqtisodiy proyektlar, ya'ni shundaqangi proyektlarni taqdim qilyaptiki, hattoki bu mukammal ashaddiy Rossiyani g'azabini keltiradigan narsa emas, tinch iqtisodiy proyektlar. Rossiya o'sha davlatlarning iqtisodiga deyarli darajada e'tibor qarata olmayapti. Nimaga deganda, Ukraina mojarosi bilan qarib 4 yildan beri botqonlarga botib qo'ygan. O'shaning uchun iqtisodiy, harbiy, siyosiy taraflama o'zini ta'sirini kengaytirib, kuchaytirib boradi. Bundan tashqari yana oldingi suhbatlarimizda shu narsani guvohi bo'ldikki, men o'zimning fikrlarimni bayon qildim. Rossiyani Yevropa rivojlangan bir boy bozordan siqib chiqaryapti. Oxir oqibatda O'rta Osiyoning xom ashyolarini olib borib sotishlikka chek qo'yapti Amerika shu xatti-harakatlari bilan. Imkoniyatlari keng bo'lganligi tufayli. Shuning uchun O'rta Osiyo davlatlari o'zini energetik mahsulotlarini, neftga tegishli, gazga tegishli yoki Qozog'iston ham juda katta miqdorda uran sotadi. Shuni bilishligimiz kerak. Bu juda daromad keltiradigan soha hisoblanadi. Majbur Amerikaga bog'lab, Amerika bilan birga hamkorlikda harakat qilishadi. To shu kungacha Rossiya bilan. Bu juda ham haligi davlatdorligiga aloqasi bor masala. Davlatdorligiga ta'siri bor masala. Energetik bu juda ham strategik soha. O'sha sohada Rossiyadan kamayib nimaga Amerikaga yaqin bo'lishadi. Bu degani Rossiyani keskin ta'sirlari kamayib qoladi oxir-oqibat. Endi Rossiyani qanaqa ta'sirlar saqlanib qoladi? Eski aloqalar, eski rahbarlar, tuyg'ulari Rossiyaga bog'langan, o'ris tilida gapiradigan Shavkat yoki qizlari Mirziyoyevlarmi yo Takayevmi, baribir o'rikcha aytganda nostalgiya, o'sha eski bog'lab turishliklari bor. Bu vaqtinchalik narsa. Bular hammasi o'sha pensiya yoshidagi odamlar bular. Ular hademay sahnadan ketishadi. O'shandan keyin qanday insonlarni kim tayyorlayapti? Saltanatga qanday odamlarni keltiradi? Garchanki bugungi kundagi O'zbekiston rahbarini qizi bo'ladimi? Ehtimoli kam ayol kishining davlatlarda yo musulmon yurtlarda idora qilishligi kam bo'lsa, lekin bor ehtimol o'zgarishi. Lekin ko'zim yetmaydi, lekin shunga qaramasdan qanday odamlar keladi. G'arb dunyoqarashiga ega bo'lgan va hokazo. Rossiya bu sohada ancha ortda qolgan. O'shanga O'rta Osiyo davlat rahbarlariga nisbatan qattiq agressiv xatti-harakati yo'q, yumshoq bosim, qattiq bosim,
orqali g'arb munosabatlarni ham qilyapti, o'zini rejalarini amalga oshiryapti. O'shanga xususan rahbariyatga nisbatan xuddi shunaqangi. Ko'proq Rossiyani manfaatlari Tojikistonda mustahkam. Keyin bugungi kunda Qirg'iziston ham ko'proq Rossiyaga tobe. Yangi rahbarlar orqali o'sha Rossiyaga tobe va o'zini qanday desam bo'ladi, diktatur siyosatini olib boryapti. Qirg'izistonda ham hech qonuniy qanaqangidir tus bor edi baribir. O'sha islomda rivojlanib ketishga bir qonuniy tus yoki boshqa O'zbekiston yo Tojikistonga qaraganda bir odamiylik bor edi. Bugungi kundagi Gekembining kattasi umuman bir hayvonparast odam, o'sha ham nima kuchli diktaturani qilyapti. Bu Qirg'izistonda oqibatlari yomon bo'lishi ehtimoli bor bu narsalar. O'zi umuman jamiyatga bosim juda kuchayib borgan sari oxir oqibatda nima obratni reaksiya deydi buni, ya'ni xalq tarafdan shunaqangi bir norozichiliklar ham paydo bo'lishligi mumkin. O'shanga O'rta Osiyoni umumiy aytganda ko'rinishlarini men shunday tasavvur qila olmayman siyosiy nuqtai nazardan birovda. Shoyat tushuntira olgandirman. Alloh rozi bo'lsin aka. Birodarlar, savollar bo'lsa marhamat. Aka, menda bir savol bor edi. Shu yaqin kunlarda Belorussiya va Polsha o'rtasidagi chegarada, ya'ni Polsha tarafi to'laligicha chegarani yopish va ba'zi ma'lumotlarga ko'ra NATO o'sha Polsha chegarasida faollash bo'yicha har xil xabarlar tarqatdi. Bunga sabab qilib Rossiyani ba'zi bir nimalari, dronlarimi, shunga o'xshagan apparatlari chegarani buzib o'tib Polsha havosida uchganligini dalil qilib ko'rsatishdi-da. Xuddiki Rossiya endi Yevropaga ham hujum qiladi degan shunaqangi xabarlar qilib, Polsha chora ko'rishga, NATO ham harakatga kelib qoldi. Hozir o'zi Rossiya ancha og'ir ahvolda bo'lsa, bu harakatlar rostdan ham Rossiyaga Rossiyani haligi o'zidan ketishiga qarshi qaratilgan bir harakatmi yoki shunchaki ko'pirtirib ko'rsatishyaptimi? Alloh rozi bo'lsin, birodar. Yo'q, misol xususan Rossiyani dronlarini Polsha yoki Ruminiyaga ham uchib o'tdi bundan oldin. Yana Pribaltika davlatlari, Latviya, Litva, Estoniya o'shani havo hududlarini buzib o'tadi Rossiyani qiruvchi samolyotlari yoki shunga o'xshagan provokatsion ishlari oxirgi vaqtlar ko'p bo'lib turibdi. Lekin xususan qanday desam bo'ladi, bayna portlovchi modda tashuvchi dronlar. Garchiki o'tkazganlarida portlovchi moddasi bo'lmagan, o'zi maxsus qo'ymagan, lekin bu harbiy qurol hisoblanadi baribir. Tinch dronlar emas u, yana harbiy dronlar hisoblanadi. Shu jihatlarmi bu agressiv harakatlarning turiga kiradi demoqchiman. Shu nuqtai nazarda. O'shanga endi har safar bir tahlil qilamiz. Bu safar bu savolga shunaqangi bir bo'lishmoqchiman sizlar bilan, qanday bir siyosiy tafakkur qilishligimiz haqida. Xususan bu yerda 3 ta asosiy kuch bor. Yevropa bor, Rossiya bor, keyin Amerika bor. Eng asosiysi Amerika albatta. Ukraina mojarosini qanday desam bo'ladi, pardani orqasida turib boshlagan desam ham bo'ladi davlat. Ya'ni shunaqangi bir qildiki, Rossiyada urush qilishdan boshqa imkoniyat qolmadi.
Bu holatni sodir qilgan davlat kim desangiz Amerika. Yevropa mutlaq urush bo'lishligini xohlamasdi. Shuning uchun Minsk kelishuvlari bor edi. Amerika majbur qildi Ukrainaga Minsk kelishuvlariga amal qilmaslikka. Oqibatda urush paydo bo'ldi. Endi dronlarga qaytsak, siyosiy tafakkur qilish nuqtai nazaridan, ya'ni albatta biz alhamdulillah bir siyosiy jamoatda shabbobimiz, a'zosimiz. Umuman bizni jamoatimiz intellektual jamoat, aqlni ishlatadigan, aqlga asoslangan. Inshaalloh Parvardigor bizni ham shu aqlimiz bilan boshqa o'zini yaratgan maxluqlaridan ajratgan. Uni ishlatmaslik bizni hayvondan ham past darajaga tushirib qo'yadi. Oxir oqibatda o'zimizni ishlarimizni idora qilishlikda ishlatmasligimiz bizni xo'r, g'ulom bir shunaqangi bir holatga olib kelib qo'yadi. Bugun ummat shunaqangi holatda. O'shanga biz bugungi kunda adashib turib dinimizni faqat ibodat bilan, axloq bilan cheklasak, bizni dushmanlarimiz bugungi kunda ochiqchasiga bayon qiladiki, bu islom dini bu ibodat bilan cheklangan din emas. Ibodat buni bir jumlasi. Bu yashash tarzi deydi. Qiyomatgacha barcha muammolarni muolaja qilib beradigan din. Bu universal, benihoyat. Haligi Alloh taolo shu kungacha yuborgan nizomlarining ichida eng oliy va kuchli nizom. Garchiki bu nizomda olib kelgan Allohning rasuli vafot etgan bo'lsa ham, lekin bu olib kelingan nizom qiyomatgacha barcha insoniyatning muammolarini muolaja qiladi. Shuning uchun shunisi bilan ham bu mo'jiza hisoblanadi. Bunaqangi nizom insoniy bo'lishligi mutlaq mumkin emas. Biz Sovet Ittifoqining nizomini ko'rdik, 75 yilda yo'q bo'lib ketdi. Mana kapitalistik nizom ham yo'q bo'lib ketadi. Shuning uchun odamlarning esidan ham chiqib keladi Sovet Ittifoqining nizomi ham ertaminda. Lekin 1500 yildan beri qiyomatgacha bu islom nizomi inshaalloh yer yuzida qoyim bo'ladi, tatbiq bo'ladi. Eskirmaydi, ortda qoldirib ketmaydi. Bizga shundoq qilib ko'rsatmoqchi bo'ladi dushmanlarimiz. Endi o'sha islomiy saqofatdan kelib chiqqan bir siyosiy ilm bilan dunyo, yana siyosiy ilm yordamida bo'layotgan voqealarga baho berishlik nuqtai nazaridan Rossiyani dronlarini uchib o'tganligiga bir hamchunin ham tahlil, hamchunin biz uchun bir dars sifatida javob bermoqchiman. Misol uchun o'sha dronlarni uchib o'tishligi bir tarafdan, ya'ni Rossiya tarafdan. Rossiya shuni maxsus qildimi yo tasodif bo'ldimi desam, men buni maxsus deb bilaman. Jismi ko'p, undan tashqari ichida portlovchi moddasi yo'q. Nimaga deganda o'ziga qarshi harakat qilishlikka targ'ib qilmasligi uchun. Ya'ni provotsировать qilmasligi uchun dushmanlarini. Ya'ni javob bermasligi uchun kuchli. Dushmanini kuchlarini, himoyalarini sinashligi uchun, undan tashqari bir siyosiy manfaatlarni qo'lga kiritishligi uchun, jumladan Polshani Ukrainaga qurol aslaha o'tkazadigan harbiy bazasiga qaratilgan edi bir qismi. Ya'ni boshqa shunaqangi bir harbiy yo strategik nuqtalarga qaratib yo'naltirgan. Shuning uchun bu maxsus. Buni misol uchun Amerika bu misol maxsus emas, bu o'zini nima desam bo'ladi, rejasidan chiqib texnik sabablarga ko'ra degan gaplar bor. Yo'q, bu ko'zbo'yamachilik, yolg'on tasavvur paydo bo'lishlik uchun bu gaplar aytiladi yoki informatsion maydonda chalg'itishlik uchun odamlarni. Endi o'sha Rossiya shu ishda amalga oshirishligida ko'zlagan maqsadi nima bo'lishligi mumkin? Bunda Amerikaning manfaati bormi? Yevropaning manfaati bormi? Yoki og'zaki pardani orqasida Amerika bilan kelishib qilishligi mumkin? Yevropa bilan kelishib
berishligi mumkin. O'zi ko'zlagan maqsadga harbiy zarar yetkazgan yo'q, yetkazishni ko'zlagan ham yo'q. Undan murod bu ishni qilishlikdan qandaqangidir siyosiy, qandaqangidir manfaat ko'rmoqchi. Nima bo'lishligi mumkin? Misol uchun Ukraina muammosi bilan Amerika Yevropaga kuchli bosim o'tkazdi. O'sha bosim o'tkazishlikda Rossiya nima ma'lum bir rolni o'ynadi. O'zi mustaqilona o'ynadi, o'zini manfaatlarini ko'zlab o'ynadi. Misol uchun o'zini hududlarini saqlashlik uchun, yana harbiy NATO blokini yaqinlashlikka qo'ymaslik uchun. Lekin Amerikaning rejasi nima edi? Shu muhitni paydo qilishni o'zini manfaatiga ishlatishlik. Oxir oqibatda Rossiyaning Yevropa bilan bo'ladigan munosabatlarini buzishlik maqsadiga erishdi. Rossiyani Yevropa bozorlaridan siqib chiqadi. Yevropa majbur bo'ldi bunday qarorlarni qabul qilishlikka. Majbur bo'ldi. Rossiya majbur bo'ldi bu urushni qilishlikka. Imkoniyat qolmadi. Agar Rossiya urush qilmaganda edi, Rossiyaning hududlariga Amerikaning harbiy kuchlari keladi. Oxir oqibatda keyingi o'lja Rossiyani o'zi bo'lib qolardi. O'shaning uchun bu siyosiy o'yin natijasida. Endi haligi dronlar, misol Amerika yana ham Yevropaga bosimni kuchaytirishlik uchun Rossiya bilan og'zaki pardani orqasida kelishib, shunaqangi ishni amalga oshirishligini kelishligi mumkinmi desa, men inkor qilmayman. Bunaqangi ishlar sodir bo'ldi. Kursk munosabatlari yoki Shimoliy Koreyaning harbiylarini kirganligi. Bugun hech kim gapirmaydi bu narsalar haqida, Shimoliyga kirganligi haqida. Yana bitta harbiy manfaatli yo'q edi. Kurskka kirishlikdan Ukrainada harbiy manfaat yo'q edi. Harbiy nuqtai nazarda agar baho bersa, bu ahmoqona ish edi. Lekin u yerda nima? Siyosiy manfaat ko'zlangandi. Shimoliy Koreyaning harbiylarini olib kelishlikdan urush maydonida hech qanday manfaat yo'q edi Rossiya uchun. Tilni bilmaydi, geografiyani bilmaydi, yer, joy, makon, til, urush qilish uslubi, dushman hech nima bilmaydi. Borpodaga kelog'ilgan. Undan kirgizishlikdan qanaqa manfaat bor? Siyosiy manfaat bor. Harbiy instrumentni ishlatib, siyosiy manfaatni qo'lga kiritishlik. Bu yerda ham xuddi shundaqangi ish sodir bo'ladi. Oxir oqibatga Yevropaga bosim o'tkazishlik uchun. Nimaga desangiz, xavf tug'dirishlik uchun Yevropaga, Amerikani himoya qilishlikka muhtojligini kuchaytirishlik uchun. Bugun Yevropa qodir emas o'zini himoya qilishlik. NATO ahvoli og'ir bo'ladi. Shu ishlarning natijasida kompleksni, xususan bu emas, bundan oldingi ishlarning ham natijasida Amerika majbur qildiki, Yevropa davlatlarining NATO blokiga iqtisodiy hissasini ko'paytirishlikka, kuchaytirishlikka. Ya'ni Amerikani manfaatini amalga oshiradigan NATOni bugungi kunda Yevropa o'zi nima qiladi? Finansировать qiladi. Bu mahnaqa aloqa uzilib qoldi nazarimda. Ha, Telegram o'ynadi shekilli. Bezim. Xullas, davom etaman. Ikkinchisi, misol uchun Yevropa davlatlari Rossiya bilan pardani orqasida kelishib, Amerikani og'ir holatga tushirishlik uchun shu ishni amalga oshirishligi mumkin edimi desa, bu ish ham mumkin. Nimaga desangiz, pardani orqasida Rossiya Amerika bilan ham ko'p ishlarni qiladi. Pardani orqasida og'zaki kelishuvlar bilan Yevropa bilan ham ko'p ishlarni qiladi. Misol uchun Yevropa bilan nima qiladi? Shu kungacha oldi sottisi Yevropa bilan misol uchun kuchli. Garchanki Yevropa Rossiyaga qarshi dod faryod qilsa ham. Rossiyadan nima? Energetik mahsulotlarni shu kungacha baribir sotib olyapti. Amerika bilan nima hamkorliklari bor desangiz, biz Suriyada uni hamkorliklarini ko'ramiz. Afrikada uni hamkorliklarini ko'ramiz. Yevropaning manfaatlariga zarba berishlik uchun. Yana undan tashqari Amerika imkoniyatlar yaratib beryapti Afrikada Rossiya.
Amerikani manfaatlarini qoyim qilishlik uchun ham, o'zini ham qaysidir ikkinchi darajali rejalarini amalga oshirishlik uchun ham shunday bundaqangi hamkorliklar bo'lyapti. Biz buni guvohi. O'shaning uchun biz inkor qila olmaymizki, Amerikani og'ir holatga tushirib, mana Rossiya hujum qildi. Haligi NATO blokini adashmasam 5-punktiga muvofiq unga qarshi biron zarba berishlik kerak deb Amerikani obro'sini, nufuzini tushirib yoki og'ir holatga tushirib qo'yishlik uchun qilingan harbiy instrument bilan siyosiy manfaat bo'lishligi mumkinmi desangiz, men mumkin deb o'ylayman. Buni inkor qila olmayman. Shunday ham bo'lishligi mumkin. Bu endi bir siyosiy tafakkur qilish natijasida biz fikrlayapmiz. Shunaqa bo'lishligi mumkinmi? Bo'lishligi mumkin. Undan tashqari yana nima bo'lishligi mumkin? Yana Rossiya Amerikani yoki Yevropani munosabatlari buzilganligi tufayli, ya'ni Qirg'izistonda Bakiyev davrida siyosiy o'yin natijasida Amerikani mag'lubiyatga uchratib, o'zini ta'sirini saqlab qolib, Amerikaga tobe bo'lgan kishilarni nima Qirg'iziston saltanatidan uzoqlashtirib tashladi. Undan keyin nima qildi? O'rta Osiyodagi Amerikani harbiy kuchlarini siqib chiqarib tashladi. Shunga erisholdimi Rossiya? Erisholdi o'sha davrda. Hozircha shunaqangi siyosiy o'yin qilishligi mumkinmi? Albatta qilishligi mumkin. Buni inkor qila olmaymiz. Nima qilishligi mumkin desangiz, ikkita buyuk davlatni bir-biri bilan munosabatlari buzilgan bir vaqtda, misol uchun Amerika, Yevropa davlatlariga soliq poshminlarini yoki riqozni ko'paytirishlik, oqibatda yana Xitoy bilan bo'ladigan iqtisodiy munosabatlarida bosimlar o'tkazib, Xitoyga nisbatan Yevropani soliqlarini ko'paytirishlik ishlarni amalga oshirib turgan bir paytda bularning munosabatlari buzilib yoki o'zini energetik mahsulotlarni olishlikka majbur qilayotgan bir vaqtda, qurol aslahalarini olishlikka majbur qilayotgan bir vaqtda, Yevropa davlatlarini obro'yini to'kib bir pastga urgan bir vaqtda Rossiya shu holatda o'zini manfaatlarini ko'zlab yana bu ikkita kuchni munosabatlarini yana ham og'ir holatga tushirishlik uchun shu ishni amalga oshirishligi mumkinmi desangiz, men inkor qila olmayman, bo'lishligi mumkin. Provokatsion ishlar bu ikkita Yevropa davlatlarini, Yevropa kuchlarini Amerika bilan munosabatlariga zarar yetkazishlik uchun Rossiya shu ishni qilishligi mumkin. O'shaning uchun bu uchta versiyalardan misol men bittasi men uchun kuchli, lekin o'shani tahlil sifatida taqdim qilmayman. O'zlaringni holatlaringga qo'yaman, o'zlaring mushohada qilib ko'ringlar. Qaysi birini kuchli deb bilsalaring, shunisiga ergashishlaring mumkin, yo o'zlaringni bir qarashlaring bo'lishligi mumkin, Alloh yaxshi bilguvchi. O'shaning uchun shu uchta holatda hammasi bo'lishligi mumkin. Ya'ni ularning munosabatlarini Rossiya yana fursatdan foydalanib, yana ham buzib qo'yishligi uchun. O'shanga e'tibor qaratsangiz, jiddiy harakatlar bo'lyapti. Bir tarafdan Rossiya G'arb 25 mashqlarni o'tkazyapti harbiy. U yerga jahonda harbiylarini taklif qilgan va ko'p davlat harbiylari nazoratchi sifatida kelib turishibdi. Amerikaniki ham keldi, Turkiyaniki ham keldi, boshqalarniki ham. Bir vaqti ichida Polsha davlatini harbiy xatti-harakatlarini ko'ryapmiz va Belorussiya bilan bo'lgan hududlarini mustahkamlash uchun o'zini harbiy kuchlarini olib chiqdi. Unga yana Germaniya davlatini qo'shilganligini ko'ryapmiz. O'shaning uchun agar biz bu ishlarda Angliya bilan Fransiyani aktiv harakatini ko'rmasak, undan murod bu Amerikani rejalari va bu davlatlarning harbiy kuchlarini harakatga soluvchi omil Amerika deb hisoblaymiz. Va o'zini manfaatlarini amalga oshirishligi uchun shu ishlarni qilyapti deb ko'zlaymiz. Keyinchalik qanday manfaatlar ekanligi haqida gaplashishimiz mumkin. Agar biz Fransiyani bu yerda aktiv ishtirok etayotganini ko'rsak, jumladan birinchi o'rinda Fransiya. Undan murod bu rejalar, bu harbiy xatti-harakatlar va harbiy kuchlarni bitta joydan ikkinchi joyga siljishlari, bu Yevropani rejalari
amalga oshirilayotgan va ko'zlagan maqsadlari bor deb bilishligimiz mumkin. Polshani bilamiz biz, Amerikaga tobe, Germaniyani ham bilamiz, Amerikaga tobe. O'shaning uchun ularning ishlari ikkilamchi bo'lishligi mumkin. Ayrim holatlarda Yevropani manfaatlariga muvofiq harakat qilishadi, ayrim holatlarda Amerikani manfaatlariga muvofiq. Shuning uchun bu siyosiy o'yin natijasida biz shu narsalarni ajratib bilib olishligimiz kerak. Oxir oqibatda bu fikrlar ertaga dinni g'amini yeyishlik, islom davlatini, da'vatni, inshaalloh xudo xohlasa dushmanlarimizni bilishlik, rejalarini bilishlik uchun biz uchun juda katta bir inshaalloh ilm bilan. Shuning uchun qolganiga fikr mulohazalaringni inshaalloh o'zlaring bildirasizlar, birodarlar. Alloh rozi bo'lsin aka. Birodarlar, savollar bo'lsa marhamat. Uzr, bundan oldingi uchrashuvimizda bir birodarimiz Iordaniyani podshosini O'zbekistonga kelganligi haqida so'ragandilar. Xudo xohlasa keyingi safarlar aloqador hol javob beraman deb aytgandim. O'sha suhbatlarimiz behuda ketmasin. O'zi Iordaniya podshosini O'zbekistonga kelishligi misol uchun O'zbekistonda bugungi kundagi olib borayotgan siyosatini mutlaq o'zgartirishlikka, sildirishlikka, aqlan siljitishlikka imkoniyatlari yo'q o'zi umuman. Bu Iordaniya biladimi yoki Iordaniyaga o'xshash qilgan boshqa bir mustamlaka davlat biladimi? O'zini ichki va tashqi siyosatida mustaqil bo'lmagan davlat kim bo'lishligidan qat'iy nazar. Lekin shunga qaramasdan bir qandaqangidir simvolichески, ya'ni bir davlat rahbari ikkinchi davlat rahbariga huzuriga keldi, nimagadir keldi. O'sha kelishlik umuman Iordaniyadagi musulmonlarning ham hayot tarziga aloqasi yo'q, O'zbekistondagi musulmonlarning ham hayot tarziga o'zgarishligiga mutlaq aloqasi yo'q. Lekin ko'proq u davlat rahbari g'arb desa to'g'ri bo'ladi, xususan Amerika emas, g'arb. Chunki g'arb ba'zi masalalarda birlashib Rossiyaning manfaatlariga qarshi harakat qiladi. Ba'zi bir holatlarda adyolda bir-birini o'zini ustiga tortishadi. Ya'ni biri bilan nima olishib solishib qolishadi. Ularning mabdalari ularni birlashtira olmaydi baribir. Bitta mabda bo'lishligidan qat'iy nazar. O'shaning uchun bu holatda g'arbni manfaatlari ham Yevropa ham Amerika. Nimaga desangiz, O'rta Osiyoda Rossiyaning ta'sirini zaiflashtirish uchun. O'shaning uchun u podshoni kelishligidan ko'zlagan maqsadi ko'proq shu ekan. Mana shu narsani ko'ra oldim. Jumladan biz e'tibor beradigan joyimiz, misol uchun iqtisodiy qanaqangi kelishuvlar va hokazo nimalardir. Bular rosa ko'p qo'l qo'yishadi. Hammasiga e'tibor berishlik shart emas yoki biz e'tibor bersak ham buni keyin mushohida qilishligimiz shart emas. Lekin e'tibor qaratadigan joyimiz migratsion siyosati. Ya'ni O'zbekiston xalqini Iordaniyaga borishligi, Iordaniya xalqini O'zbekistonga kelishligi va migratsion ishchi kuchlarini yana O'zbekistondan boshqa Iordaniya davlatiga xatti-harakatlariga bir yengillik kirishtirishlik. Bu g'arbda strategik xatti-harakati O'rta Osiyo davlatlariga. Nimaga desangiz, g'arb ko'radiki, Rossiya qaysi sohalarda O'rta Osiyoda o'zini tomirlarini chuqur va o'sha davlatlarni qattiq o'zini iskanjasiga olgan. Agar ko'rsangiz, energetik soha, oxir oqibatda energetik sohada Rossiyani zaiflashtiryapti. Bir, ikkinchidan nima desangiz, migratsion siyosatda ham Rossiya nima katta ta'sirga ega O'rta Osiyo davlatiga. Nima desangiz, O'rta Osiyo davlatlarining hamma xalqini katta qismi yoshlari Rossiyaga borib ishlab o'zini tirikchiligini o'tkazadi. Oxir oqibatda o'shalarga nisbatan qarshi Rossiya xatti-harakat qilsa, O'rta Osiyo davlatlariga nima bosim o'tkazadi. O'shaning uchun g'arb bu narsani bilib, migratsiya sohasida Rossiyani bosimi ta'sirini qanday desam bo'ladi, kamaytirishlik uchun nafaqat Iordaniya davlat rahbari, undan tashqari boshqa davlat rahbarlari kelganda ham biz shu narsani guvohi bo'ldik. Jumladan
bundan oldingi Germaniyani kansleri buxgalter bir Scholz bor edi. O'sha kelganda ham migratsion kelishuvlarni qo'l qo'ydirib ketdi. O'shaning uchun ishchilarni bir yurtdan ikkinchi yurtga siljishi va borib ishlashligi imkoniyatlar yaratishlik uchun. O'shaning uchun bu narsa G'arbni Rossiyaga nisbatan qarshi qiladigan xatti-harakatlarini ta'sirlilaridan bittasi. O'shanga oyandada Rossiya O'rta Osiyo davlatlariga migratsiya taraflama bosim o'tkazmoqchi bo'lsa, shu narsani yengillashtirish va oyandada shuni ta'sirini nominal holatga tushirib qo'yishlik uchun qilinayotgan harakatlar. Endi biz yana boshqa davlatlarning rahbarlarini ham kelganini ko'ramiz, xudo xohlasa inshaalloh. Ular xususan shu mavzularni ko'taradi ko'plari, chunki G'arb strategiyasiga tobe ularning aksariyati. Shuning uchun bu jiddiyroq masala O'rta Osiyo davlatlarida. Bu ham bir Rossiyani ta'siridan sug'urib olish va Rossiyaning ta'sirini kamaytirishga qaratilgan ishlar. Men ko'rgan joylarim shu inshaalloh. Xudo xohlasa to'g'ri tushunasizlar inshaalloh. Alloh rozi bo'lsin aka. Aka, bir birodarimiz YouTube'da savol bergan aka, o'shani o'qib eshittirmoqchi edim. Yana bir savol. Oxirgi paytda Avstraliya va Fransiya sentyabrda Falastinni tan olishdi, va'da beryapti. Hamda Germaniya va Angliya ham agar Isroil Golodovkani to'xtatmasa tan olishga majburmiz deyapti. Xususan Angliya, Germaniya esa vaqtinchalik qurol berishni to'xtatdi. Yevropaning bu harakati nimani anglatadi? Bu bilan Amerikaga bosim o'tkaza oladimi? Chunki avval Yaqin Sharqda Yevropani ta'siri kuchli edi. Hozirda Amerikani ta'siri kuchli. Balkim Yevropa Falastinga jon kuydirayotgan bo'lib, qandaydir o'z foydasini ko'zlayotgandir. Allohning birodarimizga o'zi umuman Falastin muammosi, ya'ni Yaqin Sharq muammosi. O'shaning uchun biz o'sha muammoga faqatgina o'sha Falastin musulmonlari yo musulmonlar deydi o'sha mintaqadagi musulmonlar yohudlarga qarshi, yohudlar musulmonlarga qarshi nuqtai nazarida qaramaylik. Bunda biz to'g'ri haqiqiy yechimni topishimiz qiyin. Misol uchun Yevropa nimaga Yaqin Sharq muammosini tezroq muolaja bo'lishligini xohlayapti va Ukraina muammolarini tezroq muolaja bo'lishligini xohlayapti. Chunki bu ikkovi ham muammo Yevropaga zarba beruvchi muammolarning turiga kiradi. O'shaning uchun bu muammolar tez muolaja bo'lsa, Yevropa chuqur nafas oladi va o'zini rivojlanishligini davom etadi. Endi qanday zarba bo'lishligi mumkin? Misol, Ukraina mojarosi orqali Yevropa iste'mol qiladigan Rossiyadan energetik mahsulotlarni borishligiga chek qo'ydi. Biz guvohimizki, Ukrainani turbalaridan bugungi kunda Yevropaga gaz o'tmayapti. Boshqa ba'zi bir turbalardan gaz o'tyapti. Amerikaning nazorati ostida, ayrimlari g'ayriqonuniy, ya'ni kontrabanda asosida, lekin shunga qaramasdan Yevropada iste'mol qiladigan energetik mahsulotlarning muammosi bor va jahonda rivojlangan joylarda energetik mahsulotlar Yevropada juda ham qimmat boshqa davlatlarga qaraganda. Ikkinchi iste'mol qiladigan energetik mahsulotlarini Yaqin Sharq va Afrika edi. O'sha yerdagi yetkaziladigan energetik mahsulotlar. Va Yaqin Sharq muammosi bilan Amerika Yevropani iste'mol qiladigan energetik mahsulotlariga Yaqin Sharqdan ham Afrikadan ham cheklov qo'ydi. Yevropani asosan g'am chektirayotgan narsalar shu. Endi Yevropa qanday davlat desangiz, Yevropa ishlab chiqaradigan davlat, yengil, o'rta, og'ir sanoati rivojlangan va katta miqdorda ishlab chiqaradigan davlat hisoblanadi va katta miqdorda energetik mahsulotlarga muhtoj. O'shaning uchun energetik mahsulotlarning kirishligini cheklab, o'zini takliflarini qilib,
shu masalada va o'zini ishtirokini kengaytirmoqchi Amerika va o'zi ishlab chiqaradigan mahsulotlarni ham olishlikka majbur qilyapti. Bu bilan Yevropaning energetik sohasini o'ziga bog'lashlikka ham harakat qilyapti qaysidir darajada. O'shaning uchun Yevropaga nisbatan bu kuchli bir zarba hisoblanadi. Ana shu taraflama biz e'tibor qarataylik. Yana ham kengroq. Undan keyin Amerika uchun, Yevropa uchun bu yerda bo'layotgan urush yoki o'sha urushdan kelib chiqadi komil natija bo'lishlik kerak. O'shanga Yevropa yahudlarga qarshi dodillayotganda ham shu notinchlikni paydo qiladigan asosiy omil yahudlar. Kecha shu notinchliklarni paydo qilyotgandi. Yevropa bu darajada baqirgan yo'q, qichqirgan yo'q. Nima desangiz, bundaqangi jonli zarba bo'lgan yo'q edi u ishlarda. Lekin bunisida bo'layapti. O'shaning uchun bu sohada undan tashqari yana Xitoy bilan qiladigan munosabatlariga ham zarba bo'layapti. Yaqin Sharqda. Asosiy qiladigan robota logistikalari o'sha yerdan o'tadi. 3dan 1 qismi desa to'g'ri bo'ladi. O'sha uchun bu Yevropaga nima zarba beradi. Shu taraflama kelishuvlarni taqdim qilib, Amerika o'zining ishtirokini taqdim qilib, yangi qoida, qonunlarni taklif qilib, undan tashqari Xitoy bilan qiladigan oldi sottisida Xitoyga nisbatan soliqni ko'paytirishlikka bosim o'tkazadi Yevropaga. Oxir oqibatda bu notinchliklar Ukraina tarafdan bo'lishligi yoki Falastin mojarosi muolaja bo'lmasligi bu shuning uchun 2 yil davomida cho'zilayotgan narsa xolos. Bizchi desa biz musulmon nuqtai nazarida hammasida bir qanday desam bo'ladi, fidokorona jonini Allohga fido qilib, fidoyimlik qilib kurashayotgan nuqtai nazarda qaraymiz. Chunki biz musulmonmiz. O'shaning uchun sovuqqonlik bilan voqelikka to'g'ri baho berishligimizga mana shu narsa bizni nima qiladi? Ham ko'zimizni, ham haqiqiy ko'zimizni, ham qalb ko'zlarimizni ko'r qiladi. Chunki biz buni inkor qila olmaymiz. Hamas mujohidlarini shu darajada kuchli bo'ligi shu nuqtai nazarda qaraymiz. Lekin haqiqatda olganimizda uni dushman o'zini manfaatiga ishlatyapti. Azbaroyi bu jamoat zaif bo'lganligi uchun shundaqangi bir davomli, uzoq, och qoldirib, yalang'och qoldirib, yana kechirasizlar o'rchasiga aytaman, izdivatsiya qilib, ana shunaqangi qilib ishlatyapti. Bu zaif, bunga shubha yo'q. Bu yaxshi ko'rish, yomon ko'rish nuqtai nazarida qaramayman. Sizlar haqiqiy haligi bir voqelikka baho berishlik nuqtai nazarida qaranglar. Islomda g'amini chekadigan inson hech vaqt, hech qachon bironta bir musulmonga yo jamoatga nisbatan nafrati, yomon ko'rishligi bo'lmaydi. Xudo saqlasin bu narsadan. O'shaning uchun buni xolis emasligi, tabiiy sunniy nuqtai nazarda qaramasak ham o'zini manfaatiga ishlatyapti. Bu siyosiy o'yinlar natijasida davlatlarni o'zini manfaatiga ishlatib yuboradi. Islom davlati ham misol payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam borib kelishuvlarini hammasini siyrat nuqtai nazarida o'rganmaylar-yu, strategiya nuqtai nazarida o'rganinglar. Hudaybiya sulhi bo'ladimi? Tushunasiz? Bizga shundaqangi bir siyrat nuqtai nazarida keltiradi. Misol uchun farishtalar va hokazo nimalardir deb bizga shundaqangi ruhiy taraflarni qalbimizga singitib tashlaydi. Bizda shubha yo'q. Alloh taoloni biz mo'min bandalari. Biz hamma ishlarimizni Allohga bog'lab qilamiz. Allohga muhabbatimiz cheksiz, birodarlar. Biz shundaqangi bir umid orzuda bizki Xudo ham bizni yaxshi ko'radi. Tushunasizmi? Lekin bu degani och qilib imtihon qilmaydi degani emas, kasal qilib imtihon qilmaydi degani emas, mag'lub qilib, zaif qilib, mahbus qilib, muhojir qilib imtihon qilmaydi degani emas bu, birodarlar.
Bu narsalarni hammasi Allohni yomon ko'rishligi emas. Alloh o'zini rasulini qanday imtihon qildi. Qorniga tosh boylab yurdi. Mag'lub qildi. G'azotda qarib o'lim yoki hamma sahobalar tashlab qochib ketdi. Ayrimlari qoldi oldida. Tishlari to'kindi. Toifda kaltalanib yedi. O'shaning uchun faqatgina ijobiy taraflama qaramaylik bu narsalarga biz. Ko'zlarimizni ochaylik. Bugungi kunda biz kechagi qilgan da'vatlarimiz bilan natijaga erisha olmaymiz biz. Bizni dushmanlarimiz ham rivojlanib boryapti. Gap topolmaydi bizni, ya'ni bloger boshqalariga. O'shaning uchun biz haqni ustida biz o'zimizni bugungi kundagi jamoatimizni saqofatini mukammal, mufassal agar biz o'zlashtirsak, inshaalloh bu intellektual hizb biz xohlagani bilan, xohlagan vaqtida ochiqcha bahsga chiqamiz. Shu narsani da'vatni manfaati bor deb bilsak, bo'lmasa inkor qilaveramiz. O'shanga Falastin muammosi bu dushmanlarning o'yini bu hozircha. Hamas hech qanday kuchga ega emas. Uni jismida fidokorlik bo'lsa ham. Biz uni jismi haqida gapirmaymiz. Nima maqsadga erisha oladi? Qani aytaylik. 30 yildan beri o'sha G'azoni idora qilib kelyapti-ku. Nimaga erishdi? Hech nimaga erishmadi. Endi nimaga erishishligi mumkin? Nimaga biz erisha oladi deb umid qilamiz biz? Yana noumid shayton deb qo'yamiz. Tushunasizmi? Bu nuqtai nazarda qaralmaydi. Allohning rasuli ertaga kech mehnat qildi. Ertaga kech g'am chekdi. Och qoldi, yalang'och qoldi, lekin yo'lidan tinmadi. O'ng qo'limga quyoshni qo'ysan, chap qo'limga oyni qo'ysang ham, jonimni olsang ham, olmasang ham, ertaga harakat qildi. Hamma taraflama, harbiy, siyosiy, iqtisodiy. Keyin tavakkul qilib chiqib ketdi. Biz hech nima qilmasdan turib, Xudo bizga farishtalarni tushiradi. Yana bilmayman nimaga biz qanaqangidir odamlar bir sahobalardan ham ustun deb o'ylaymiz. Biz o'zimizni vazifalarimiz bor Parvardigorda. Biz vazifalarni amalga oshirishimiz kerak. Farz u. Uni hammasini rukunlarini qoyim qilishligimiz kerak. Ishni qilib turib keyin natija so'rashimiz kerak. Biz hech nima ish qilmasdan turib natijani xohlaymiz. Bizni qilayotgan xatti-harakatimiz, o'ylashimiz, fikrimiz, saqofatimiz, g'amimiz, qayg'uyimiz bizni Xudoning roziligini toptira oladi. Mana bu buzuq holatni o'zgartirishlikka qilayotgan harakatimiz inshaalloh Xudoning roziligini topishlikka olib boradi. O'shaning uchun biz o'zimiz uchun o'zimiz bir qanday desam bo'ladi? Zaif bo'lsa biz o'zimizni kuchli deymiz. Va hokazo. Shunga o'sh qatmasligimiz kerak. Biz tan olamiz, inshaalloh, haqda haq deymiz, botilda botil deymiz. Mag'lubiyatga uchrasa, mag'lubiyatga uchradi. Inshaalloh Xudo xolasa tayyorlanib ko'rib bu safar g'alaba qozonamiz biz. Inshaalloh bu mag'lubiyat bizni kamchiligimiz bilan bo'ldi deymiz. Bizni xatolarimiz bilan bo'ldi deymiz. Agar biz to'g'ri xatti-harakat qilib Xudoni aytganini qilsak, Xudo bizni tashab qo'ymaydi. Inshaalloh. Agar Uhud jangida 40 ta biqindan hujum qilishni himoya qiladigan mujohidlar dunyoga muhabbatini berib yugurib ketmaganda edi, musulmonlarning biqinidan shunaqangi zarba bermadi. Bu musulmonlarning kamchiligi. Oxir oqibatda nima bo'ldi? Musulmonlar talafot yedi. O'shaning uchun bizda kamchiliklar bor undan murod. Biz o'shalarni to'g'rilashga harakat qilaylik. Shuning uchun hammasi ham xuddi shunaqangi holatda endi Yevropani uni tan olishligiga kelsak, Yevropa o'shatni muammosini tez muolaja bo'lishligini xohlaydi. U musulmonlarning g'amini mutlaqo chekmaydi. Bizning ashaddiy asosiy dushmanimizning sardorlari shu kungacha Ikkinchi jahon urushidan keyingacha o'sha Yevropa bo'lgan. Inshaalloh islom davlati tiklangan kundan qon qustiradigan avvalo Yevropa davlatlari bo'ladi. Ularning qilgan jinoyatlari chekli, cheksiz va uni muhlati yo'q mutlaqo ularning qilgan jinoyatlar. Biz bugungi kunda qilayotgan jinoyatlariga e'tibor qaratmaymiz. Bizning ota-bobolarimizga, uni zot-u zurriyotlarimizga qaysi darajada zulm, shunaqangi bir ta'zir, shunaqangi bir hamma jinoyatlarni qilib chiqarganini biz unutmasligimiz kerak. Bugungi kundagi jinoyatiga faqatgina qaramaymiz biz.
millionlab musulmonlarni o'ldirgan. Butun dunyoni musulmonlarga qarshi harakatga soldirishlikka intilganmish Yevropa davlatlari, xudo xolasa. Biz bularni unutmaymiz, xudo xolasa. O'shaning uchun ular Falastinda g'amini chekib emas bu ishni qilyapti. O'sha Falastin mojarosi natijasida Amerika Yevropaga juda qattiq zarbalar beryapti. Shu muammolarni muolaja bo'lishligini xohlayapti badbaxtlar. Oxir oqibatda Amerikani rejasini taqdim qilyapti. O'zinikini emas. Yevropaning rejasi ikkita xalq, bitta millat. Amerikaning rejasi ikkita xalq, ikkita davlat. Ya'ni ikkita xalq, bitta davlat Yevropaniki, ikkita xalq, ikkita davlat Amerikan. Shu Amerikaga hech bo'lmasa o'zingni rejangni amalga oshir deyapti. Va Birlashgan Millatlar Tashkilotida nima ovozaga ham qo'yishdi bu narsani. Ko'pchilik ovoz berdiki, Falastinda bir davlat bo'lsin. O'sha davlat bo'ladi ertaga. O'shani guvohi bo'lamiz. Hech nima o'zgarmaydi islom olamida. Xo'rligimizcha qolamiz biz. O'shaning uchun jihodiy jamoatlarni yuzlab yo minglabi bo'lgan. Siyratni ko'rib chiqinglar. Ular urush qilishgan, ular yo'q bo'lib ketgan. Nomi nishonasiz. Biz o'zimizni davomimizda bir xil turamiz. O'zgarmaymiz. Mutlaqo 100 yil o'tsa ham, 3 asr o'tsa ham bir xil turamiz davomimizda. Bizi da'volarimiz o'zgarmaydi. Kecha agar Jabhatun Nusra bo'lib, ertasi kun Hayoti Tahriri Shom bo'lib, avo islomni da'vo qilib turib, bugungi kunda ilmoniy davlatni da'vo qilayotgan bo'lsa, biz bir xil xalifalik da'vatini tiklashlikda da'vosida turamiz, o'zgarmaymiz. Biz yagona jamoat davomizda o'zgarmaymiz ham. Hammasi ham o'zgargan. O'zgarmagan jamoatni o'zi topib bo'lmaydi. Agar o'zgarmagani bo'lsa, g'ayri islomiy uni da'volar. Faqat islom shiorlari bilan xolos. Biz davomizda bir xil, Xudo xolasa, Rasululloh akram sallallohu alayhi va sallamda hadislarini tiriltirmagunimizcha, payg'ambarlar minhoji ostidagi islom davlatini tiklamagunimizcha, islom adolatini olamga yoymaguncha biz tinmaymiz. Inshaalloh jonimizni qurbon qilamiz, kallamizni kundaga qo'yamiz. Allohdan ibodat qilib so'raymizki, Parvardigor shu ulug' bir ne'matini bizni qo'llarimiz bilan amalga oshirsin. O'shaning uchun bizni g'oyalarimiz oliy bo'lishligi kerak. O'shaning uchun biz ana shu xatti harakatlarga g'am, qayg'u bilan qaraymiz. Yuragimiz eziladi. Buni ko'rsatishlik shart emas. Kerak bo'lsa ko'rsatishlik ham mumkin. Lekin bu ishlar musulmonlarning muammosini muolaja qilmaydi. Bu o'yinlar, siyosiy o'yinlar, islomiy jamoatlardan foydalanishlik va hokazo. Undan o'zga narsa emas. Alloh rozi bo'lsin aka. Inshaalloh. Shu kunlar yetkazsin. Ha, birodarlar, savollar bo'lsa marhamat. Toshkentdan Hamas to'g'risida bitta savolim bor edi. To'g'ri, hozir aytganingizdek, mana o'sha Hamas bugungi kunda o'sha xalqqa kelishuvlar qilyapti, masalan Qatarda yoki bo'lmasam o'sha Ismoilxon Eronda o'sha panoh topib chetlarda yurib, Amerika o'sha BMTsi bor, boshqasi bilan tashkilotlar bilan o'sha Isroil bilan kelishuvlar qilishligi mutlaqo o'sha shar'iy nojoiz deb bilaman mana. Endi hamma shunaqadir, to'g'ri islomiy aqida nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsa. Lekin hali Hamasni bugungi kunda qilayotgan harakatlari, masalan, Hamasni hozir siyosiy va jihodiy qanotlari deb, mana Al-Qassam brigadalari o'sha asosiy o'sha G'azo urushi, Isroil Yahud vujudini kirib kelishlikda o'sha Al-Qassamni o'sha Yahudlarni chegaralarini buzib, ularda bir necha nimalarni asirga olgandan keyingi holatda boshlandida endi bu. Endi shu ishni qilgan paytda o'sha boshida ba'zi bir bayonotlar berildi, ba'zi bir tahlilchilar aytdiki, bu siyosiy qanot bilan hech qanaqangi maslahatlashmagan holatda qildi deyildi, yoki bo'lmasam o'sha Eron rahbariyatini o'sha Hamasga
hammasi o'sha yetakchilariga nisbatan o'sha ularda bir e'tirozlar bo'lgan, ya'ni nima uchun biz bilan maslahatlashmasdan qilding degan narsalar bo'ldi. Keyin ya'ni bu xuddiki siyosiy qanotdan maslahatlashmagan holatda ular orqasidan yurib jihodiy bo'linmalar harakat qilgan deyaptida. Bu yerda endi o'sha bularda ma'lumot, ba'zi bir ma'lumotlarga qaraganda orqasidan brigadalari o'sha yahudiylarni o'sha nimalarni ushlab turib, josuslarini ularni o'ziga ishlatgan, ya'ni ularni juda ko'p ma'lumotlarni olib turib, mana shu ma'lumotlar orqali yahud vujudini yaqin oylarda, yaqin kunlarda G'azo mintaqasiga bosqin qilib, qirg'in qilishlik, uni yer bilan yashov qilib, o'sha xalqini quvib chiqarib, bu yerda o'sha Amerikani maqsadini ro'yobga chiqarib berishlikni qasd qilganligini o'sha ma'lumotlar orqali bilib turib, mana shu ishni qilishdi degan nimalar borda, ba'zi bir ma'lumotlar tarqagan o'sha paytda. Endi majburiy holatda qildi. Endi buni faqatgina Hamasni siyosiy rahbariyati bilan maslahatlashmagan holatda o'zaro qilishdi buni deb boshida shunaqa nimalar ham bo'ldi, ma'lumotlar. Ya'ni bular o'sha ishda qilsa qilmasa, baribir bu G'azodagi ummat ustiga mana shunaqa kulfatlar tushishligini o'sha ba'zi bir xabarlarda o'sha bilib olib turib, shu ishni qilib yahud vujudini, istixborotini zaifligini, uni o'sha chegaralar mustahkam emasligini yoki bo'lmasam o'sha harbiy tomondan nihoyatda zaifligini ko'rsatib qo'yishlik maqsadida qilindi degan nimalar ham bo'ldida. Mana shunga nima deysiz? Hozir bundan oldingi javobimda men yana ham kengroq va balandroqdan bu muammoga qarashlikka chaqirdim inshaalloh. Ichki qandaqangidir munosabatlar yoki kimlarnidir bayonotlari, qandaqangidir odamlarning bayonotlari nisbatan bu narsaga baho berishlik emasu, ya'ni kengroq. Mana shu bo'lgan ishlardan kim manfaat ko'ryapti? Kim shu narsaga bevosita yo bilvosita aloqasi bor? Misol uchun bilvosita shu kuchlarni harakatga soladigan bir qandaqangidir kuch bormi? Bo'lsa qandaqangi da'volarimiz bor bizda shuni harakatga solishlik uchun. Hammasi bevosita qilinishligi shart emas, bilvosita ham qilinishligi mumkin. O'shaning uchun kimlardir bayonotiga misol kommentariy bergim yo'q, birodar. Kelgansiga bu faqatgina jihod nuqtai nazaridan, urush taktikasi nuqtai nazaridan bu narsaga baho ham bergim yo'q. Misol uchun qandaqangi rejalarni ko'zlargan, bu hujum urushimi, bu himoya urushimi, urush nuqtai nazaridan ham baho bergim yo'q bu narsaga. Aslida o'shaning uchun bu nuqtai nazarda qarashlikka ham harakat qilmayman. Haqiqiy omil bu yerda emas, maqsad bu yerda emas ko'zlangan. Hamasga zarba berishlik emas. Hamasga zarba berishlik bo'lganda 30 yil ko'zini yumib kelmasdi. O'sha Hamas jamoatini 30 yil mobaynida saltanatga kelgandan keyin bugungi kunda qandoq qilib manfaatli o'zini foydasiga ishlatishlik uchun Amerika vaqti kelganda o'shani amalga oshirdi. O'shaning uchun Hamas jamoatini jismidagi mujohidlarni qoralash, oqlashlik maqsadida emas. Kim xolisan lillo jihod qilayotgan bo'lsa, Alloh bilan uni arasidagi aloqasi, Xudo xolisa Alloh ajrini, mukofotini beradi. Kim ko'rona adashib, xato qilib, jihod rukunlarini amalga oshirmay qilayotgan bo'lsa, o'zi javobini beradi. Men xodim emas, o'shaning uchun bu nuqtai nazarda qaramoqchi ham emasman. Endi jihodiy jamoatni siyosiy rahbariyati alohida-yu haligi kurashadiganlar alohida desak, ularni arasida bo'lishligi mumkin. Misol uchun, Alloh yaxshi bilguchi. Bu ham menga qorong'i narsa. Bunda gumoni badam, gumoni nek qilaman mujohidlarga nisbatan, gumoni bad qilgim yo'q. Mana shu urushdan dushmanimiz bir manfaatni ko'zladi. Shuni amalga oshirdi. Bu sunniy, bunga shubham yo'qman. Qanday sunniy bo'lishligi mumkin?
Misol uchun, G'azo cheklangan joy, juda ham kichkina. Xato qilmasam 15 ga 30 kilometr. Shunaqangi joy. Uni dunyo bilan qiladigan munosabatlari cheklangan. Hamma taraflama dushman. Bu Yegipet taraf bo'ladimi yo boshqa hududlar bo'ladimi? Kim bilan hudud bo'lsa agar cheklab qo'ygan. Daryo orqali ham kuchli, dengiz orqali ham kuchli nazorat qiladi. O'shaning uchun shuncha nazoratlar asnosida Iron ular bilan munosabat qilib, ularni qurol aslaha bilan ta'minlab, instruktorlar urush qilishni o'rgatganliklari meni qalbimda nisbatan Ironga shubham bor. O'shaning uchun nimaga shu ishni Iron amalga oshirdi? Oyandada shu harbiy kuchni Amerika o'zini manfaatiga ishlatishligi uchun cheklangan harbiy resurslar bilan ta'minladi. Cheklangan. Katta kuchga ega emas. Nima deydi? O'rtacha lokal urush ham qila olmaydi. Isroilni bosib ola olmaydi mutlaqo. Unga mutlaqo kuchi yo'q. Idora ham qila olmaydi. Quroli ham yo'q, aslahasi ham yo'q, kuchi ham yo'q buning uchun. Yetarli darajada emas. Harbiy nuqtai nazardan qarasangiz. O'shaning uchun bu ishlarni amalga oshirib bergan bu siyosiy rahbariyati. Iron bilan qiladigan munosabat, Qatar bilan qiladigan munosabat, o'tdan keladigan pullar, Saudiyadan keladigan pullar yoki u yerdan keladigan qurol, aslaha, bu o'shatagi jihodiy jamoatni o'zini xohish irodasi bilan amalga oshmaydi. Lekin shunga qaramasdan Al-Qasamda qilayotgan jihod bunga zarracha shak shubham yo'q. Garchiki muhitni sunniy dushmanlar yaratgan bo'lsa ham. Tushunasizmi? O'shaning uchun bu ishlarni qilishlardan maqsad nima? Mana Hizbollohni kuchaytirdi. Siriyada, Iroqda, boshqa yerlarda foydalandi. Foydalanib bo'lgandan keyin urib, pachag'ini chiqarib, iniga kiygizib qo'ydi. Biz bu narsani guvohimiz. Ular endi shiyalar deb qaramaydi. Garchiki hamma sunniymi, Hizbolloh shiyimi, islomni da'vo qilib Isroilga qarshi harakat qiladigan jamoatlar. Bir ikkinchisidan qolishmaydi. Yana bugungi kunda qurol aslahani toshi deb shu darajaga tushirib qo'ydi. Hamma rahbarlarni qirib tashladi. Ironda o'zini nima qildi? Bu davlat, bu jamoat emas. O'zini manfaatiga ishlatdi. Eng qora ishlarini qildi. Musulmonlarning qonini ariq qilib oqizdi. Iron keyin nima qildi? Iniga tiqib qo'ydi. Nimaga desangiz, shunaqangi bir past qul darajasida munosabat qiladi. Haqiqatda ham shundoq o'zi aslida. O'zi sunniy paydo qilgan. O'sha rahbariyatni ham, davlatni ham, davlat strukturasini ham, qonunini ham Xumayniy deb o'ylab topib bergan ham o'zi. Bular o'zi o'ylab topishmagan bular bu narsalarni. Bizga bir manasu yoki bir qaysidir bir qanday desam bo'ladi, qahramonlarni bir bayroqlarni chizib bergan, bittasida quyosh, bittasida oy, bittasida paxta. Men bilmayman, dushmanlarimiz bu narsalar. O'zlari uyushtirib bergan. O'sha rahbariyatga keladigan odamlarni ham o'zlari tayyorlab qo'yishgan. O'shaning uchun o'sha o'yinlarda mana qarangda, misol Isroilga qarshi hamla qilishlik uchun musulmonlarni saqlab turadigan kuchlar kim? Yegiptda Sisi qo'ymaydi. Armiya Isroilni himoya qiladi. Iordaniyada kim? Poshoni armiyasi. Ya'ni o'sha taraflama Isroilga hujum qilishni monopoliya qiladi. Musulmonlar qila olmaydi. Nafaqat Isroilga hujum qila olmaydi, Falastindagi musulmonlarga yordam bera olmaydi. Yordam berishligini ham qo'ymaydi. Oldin Isroilga urush qilish mumkin emas, bugun Falastinga yordam berish mumkin emas. Yana hamma narsani cheklab qo'ygan. Endi agar Livandan kelib turib siz Isroilga hamla qilaman desangiz, Hizbolloh aytadiki, yo'q deydi. Bu hududni biz idora qilamiz. Biz bilan qilsang mayli, biz qilmaysan deydi. Tushunasizmi? Ertaga siz G'azoga o'tib turib mustaqilona harakat qila olmaysiz. Hamma sizni qo'ymaydi. Mustaqilona harakat qilib jamoat paydo qilaman desangiz, sizni hibsga olib qo'yadi. Aytadiki, bitta maol boraman ishdi. Mana shundoq qilib haqiqiy zarba yetkiza olmaydigan yo jamoatlar yo davlatlar bilan o'zini nima desam bo'ladi, Isroilni Amerika saqlab keladi. O'shaning uchun bundaqangi urushlar 48-yildan beri men bilmayman, men marta ham bo'lgandir. Biz bugungisini ko'ramiz xolos. Ozgina tarixda titkilab, oldingisini ham ko'raylik.
Bundan ham katta urushlar bo'lgan. Hammasi sunniy bilan. Ya idora qilib bo'ladigan to'qnashuvlar. Uni jismida xolis musulmonlar bo'ladi. Xolis musulmonlar bo'lmaydimi? Baribir idora qilib bo'ladigan to'qnashuvlar. Inshaalloh Allohning izni irodasi bilan, nusrati bilan islom xalifalik davlati tiklansa, dushmanimiz idora qila olmaydigan to'qnashuv bo'ladi. Tushunasizmi? Ana shunda haqiqiy islomiy manfaatli qo'lga kiritiladi. Dushman unaqangi to'qnashuvni idora qila olmaydi. O'sha to'qnashuvni idora qila olmaydigan hamma omillarni kesib tashlaymiz biz, Xudo xolasa. Mutlaqo aloqalarimizni uzamiz. Bizga Allohning o'zi kifoya. Alloh rozi bo'lsin aka. Birodarlar, savollar bo'lsa marhamat. Aka, shu o'rinda mana bu yaqinda bo'lib o'tgan Qatardagi, Dohadagi voqea masalasida savolim bor edi. Ya'ni Isroil Dohadagi o'sha Hamasda boshliqlarini raketa bilan urish maqsadida Dohaga, ya'ni raketa samolyotdan bomba tashlab qaytdi. Shu yerda haligi ajablanarli joyi shunday bo'lyaptiki, ya'ni biz bilamizki, Qatarda rahbariyati ham Amerikaga malay insonlar. Lekin mana shu Isroilda harakatidan keyin ular xuddiki noqulay ahvolga tushib qoldi. Xalqi ko'tarilib, munosib javob qaytarishligini talab qilib chiqib qoldi. Ya'ni bu yerda uxlab yotgan bir sherni uyg'otishlikdan Isroilga nima manfaat? O'zi haqiqiy sherni uyg'otadigan omil faqatgina Isroilda qilgan hamlasi emas ekanda. Nima desangiz, Isroil 48-yilda paydo bo'lgan bo'lsa, deylik 50-yildan beri hamla qiladi. Hech yo'q-ku sher uyg'onsa. Bu ayiq qo'shqa uxlab yotibdi. Bu yog'ini so'rashsangiz. O'shaning uchun bu narsalar albatta musulmonlarga ijobiy ta'sir qiladi. Men siz bilan ham fikr bu sohada. Lekin shuni o'zi kifoya emas. Garchaki shu narsa ta'sir qilib musulmonlar turib harakatga tushsa ham, bu to'g'ri natijaga olib kelishligiga hech qanday kafolat yo'q. Misol uchun Arab bahorida o'nlab Sharq yoki Afrika bo'lishligidan qat'iy nazar islom yo'llarida musulmonlar tutdi, o'zini rahbarlarini olib tashladi. Yo'q qildi. Isroilga keragi ham yo'q edi, bombardimon qilish ham keragi yo'q. Lekin bu narsa musulmonlarning manfaatlari bilan yakunlanmadi. Yana musulmonlar teshuv tog'arani oldida qolishdi. Yana musulmonlarga dushman Xorotchaqanni betda so'dirib qo'ydi. Oxir oqibatda yana kuchga to'ldirib, o'sha turgan musulmonlarning aksariyatini qirg'irin qildi. Bu Egiptdagi Mursiy bo'ladimi, bu boshqa yerdagi Siriyadagi xolis mujohid liderlari bo'ladi. Mana shundaqangi bir xunasa Javaloniga o'xshagan odamni olib kelib qo'ydi. Hamma narsaga rozi. Hamma narsaga rozi. Ish qilib o'sha Asadni haligi saroyda o'tsa bo'ldi. Boshqa ishtimi yo'q. Hech qanday islomda manfaatiga ish qila olmaydi odam. Garchaki mutlaq dushmanlar bilan aloqasini uzmaguncha. Dushmanlarning quroli bilan dushmanlarga kurasha olmaydi. Qodir emas undaqangi narsalarga. Bir, ikkinchidan o'sha birinchi kunlari biz suhbatimizda aytganki, yana qiladigan da'volari Xudo xolasa pishuluq qilib hech nima qila olmaydi. 50 ga yaqin qurol skladlarini Isroil bombardimon qilib tashladi. Isroilga jonli zarba beradigan Golland balandliklarini oldi.
ichkarida bugungi kunda o'sha yil o'tgan bo'lishligi mumkin, men bilmayman. Birinchi kunlarida bayonot qilganimizdek, tahlil qilganimizdek, xolis musulmonlarni yo o'ldiradi, yo turma qiladi, yo o'ziga tobe qiladi. Dutorni chappachasiga cholishadi. Jamoani sek-seki regularni armiya qiladi. Va gapirishlarni ham cheklab qo'yadi va hokazo va hokazo. Nekigin buni birdaniga qilmaydi. Iloji yo'q, imkoniyati yo'q. O'shaning uchun ya'ni dushman o'zini o'sha yerda xotirjam his qilayotganligini alomati. Ya'ni jilovni qo'lidan boy bermaganligini alomati. Hattoki sher uyg'onsa ham qo'rqmasligini alomati. Qatarda bo'ladimi, Saudiyada bo'ladimi, yo Ironda Hamasda rahbari Xaniyani o'ldirishlar bo'ladimi, amalga oshiraveradi. Bugun hamma kuch insoniy qurol, maxsus slujbalar o'shalarning qo'lida. O'shalar amalga oshirishlik uchun hamma instrumentlari bor. Inshaalloh. Xudoning yordami bu narsaga islom yerlarida zarba beradigan faqatgina islom davlati bo'ladi. Bu jamoat ishi emas bu. Jamoat ishini shariat belgilab qo'ygan, xudo xolisa. O'shanga men shuni aytmoqchiki, men faqat buni o'zi kifoya emas. Ummatni birlashtiradigan fikr kerak, birodar. Ana shu fikrda atrofida ummat birlashishi kerak. Misol islom xalifalik davlatini tiklashlik fikrini asnosida birlashlik kerak ummat. Garchanki o'zini amallarida kamchiliklari bo'lsa ham, hamma taraflama qaysidan bo'lishligidan qat'iy nazar. Lekin xalifalik davlatini tiklashlikdagi fikri bitta bo'lishligi kerak. Endi biz o'zimizni qilayotgan xatti-harakatlarimizni natija nuqtai nazardan baho beradigan bo'lsak, ko'r biz bilan nima qilib qo'ydilaring deb gapiradigan, ya'ni umuman fikriy kurash nima, siyosiy kurash nimaligini bilmaydigan, faqatgina qurol aslahaga suyanadigan yoki umuman fikriy tafakkur qilishdan uzoq bo'lgan odamlarda paydo bo'ladigan savollari bor. Nima qilib qo'yibsizlar deb. Islom xalifalik davlatini fikrini islomiy bir nizomiy fikrda dushman yo'q qilmoqchi bo'ldi. Faqat bizda podshohlik, monarxiya, Iordaniyani podshosi bo'lishligi mumkin, Saudiyani podshosi bo'lishi mumkin, amirlari bo'lishligi mumkin. Ya'ni davlat strukturasi, tushunasizmi? Yoki umuman davlatdorlik g'ayri islomiy bo'lsa bo'ldi. Faqatgina xalifalik davlat strukturasi islomiy xolos. Keng qamrovli, hamma ummatga tegishli bo'lgan proyekt. O'sha narsani mutlaqo musulmonlarning zehnidan yo'q qilmoqchi bo'ldi. Bugungi kunda yer kurrasida hamma musulmondan tashqari kofirlar ham xalifalik davlati haqida bilishadi. Bu shu jamoatni shu kungacha qilib kelgan faoliyati qurbonligining natijasi. Bu fikrni olamshumul qilib olamga yoyishlik bu juda ham og'ir, mashaqqatli mehnat. Allohning yordamisiz bo'lmaydi. Qurbonsiz bo'lmaydi bu narsa. Bugungi kunda Amerikani podshosi, Rossiyani podshosi, Xitoyni podshosi. Ya'ni Tojikistonga kelib Xitoyni podshosi Rahmonni ustidan mazoq qilib kulayapti. Sen 10 million xalqing bormi? Xalosmi deyapti, ha deyapti. Unda 1,5 milliard aholisi. Hammasini familiya, imi, otchествосini bilsang kerak-ku deb mazoq qilyapti. O'z Tojikistonning podshosini, Xitoyning podshosi. Qo'pol qilib aytganimizda o'rchasiga izdivatsiya qilyapti. O'sha aytayaptiki, bu musulmonlar xalifalik davlatini tiklamoqchi deyapti. Qo'rqyapti. Fikrdan qo'rqyapti. Imom Ali bir Tojikistonning rahbari undan qo'rqmayapti, uni mazoq qilyapti. O'zbekistonning podshosidan ham qo'rqmaydi u. Nekigin islom xalifalik davlati hali tiklangan yo'q. O'sha narsani fikriy hali bor.
Amaliy yo'q hayotda, qo'rqyapti. Amerikani podshosi ham qo'rqyapti, bular islom davlatini tiklamoqchi xalifalik deyapti. Amoratdan qo'rqmayapti. Afg'onistonda bo'ladimi, Suriyada bo'ladimi? Nega ularning befarosat fikrlari bor. O'zlarini xato fikrlarini bir iloch qilib oqlashlik. Boshqa undan o'zga narsa yo'q ularda. U xavf xatar tug'dirmaydi, uni kallasini ichida jondan bo'lgan narsa bor. Uni adashtirishlikni ham kerak. U adashib bo'lgan u. Boshqa musulmonlarni ham adashtirib tashlaydi. Nimadan qo'rqyapti Rossiyaning podshosi? Bular xalifalik davlatini tiklaydi deyapti. Agar xalifalik davlatini shatasini yegan ular. Xalifalik davlatini qanday musulmonlarni e'zozlashligini, himoya qilishligini ko'rgan bular. Islomni qanday qoyim tatbiq qilishligini ko'rgan bular. Buni ota bobolari singitgan bularga. Bu fikrlar g'alaba qozondi. Biz fikriy g'alaba qozonib bo'ldik. Islomda o'zini davlat strukturasi bor ekan. Tushunasizmi? O'zini davlatdorligi bor ekan o'zi. Davlat rahbari bor ekan, davlat rahbarini atamasi ham bor ekan. Sulton bo'ladimi, xalifa bo'ladimi? Lekin musulmonlarning rahbari Amirul Mo'minin bo'ladi. Lekin prezident emas, premyer ministr emas, yoki gapni chalg'atib, tilda o'ynatib, rais, balo battar deyishlik emas. Inshaalloh Amirul Mo'minin deymiz. Xalifa deymiz. Faqatgina ismi emas. Alloh taolo belgilab qo'ygandek, uni yordamchilari bo'ladi. Mudofaa sohasida bo'ladi, ichki tartibda bo'ladi, iqtisodiy sohada bo'ladi, ta'lim tarbiyada bo'ladi, ummatning salomatligida bo'ladi. Nimaligida bo'lishligidan qat'iy nazar, yoki islom davlatini pulini baytul molida bo'ladimi? Hammasi islomiy bo'ladi. Xudoning aytganida, payg'ambarini ko'rsatganida bo'ladi. Ana shu narsadan qo'rqadi. Agar shu jamoat bu davlatning strukturasini va xalifalik davosini ko'tarib chiqmaganda edi, qaysi jamoat ko'tarib chiqdi? Bugun hech kim buni og'ziga olmagan bo'ladi. Biz mana shunaqangi fikriy g'alabaga yetkazdik. Bizni shunaqangi fikriy g'alabaga yetkaztirgan Parvardigorimiz Xudo xohlasa amaliy natijani ham beradi. Bunga zarracha shak shubha yo'q. Bunga Alloh va uning rasuli va'da berib qo'ydi. Alloh payg'ambarlik minhoji ostidagi xalifalik davlati zo'ravon podsholardan keyin tiklanadi. Bu so'z, bu Allohning rasulining so'zi yana o'zini dalilini voqealarda topdi. Qanday qilib topdi? Bu hadis faqatgina xalifalikni da'vo qilmadi. Ya'ni payg'ambarlik bo'ladi dedilar. Davom etadi. Mendan keyin xalifalik bo'ladi, davom etadi. Xalifalikdan keyin zolim podsholardan keyin zo'ravon podsholardan keyin. Buni hammasi bo'ldi. Birontasi o'zgarmadi-ku. Allohning rasuli aytganida bo'ldi-ku. Xalifalik ham bo'ldi, zolim podsholar ham bo'ldi, zo'ravon podsholar ham bo'ldi. Avvalo payg'ambarlik davri edi-ku. O'zgarmadi. Endi oxiri qoldi. Nimaga endi oxiri o'zgarishlik kerak? Nimaga qaysidir din dushmanlari din niqobi ostida bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadislarini 90% bo'lgandan keyin 10% bizga yoki ummatga shubha paydo qildira oladi. Allohning o'zi kifoya qiladi ularga. Ular aytgan gaplarda mutlaqo diniy da'volar yo'q. Bizda bitta hadis bo'lsa ham bu hadis. Bu o'zimiz o'ylab topgan narsa emas. Bu Allohning rasulining suhbatlari. Inshaalloh Xudo xolisi buni bo'lishligiga hatto kofirlik iymon keltiryapti. Garchanki musulmon bo'lsa ham bu davlat tiklanadi dedi. O'shaning uchun Xudo xolisi musulmonlar faqatgina azizlikka, odillikni olamga yoyishlikka, hattoki kofirlarning ustidan ham shariat qonunlarini qoyim qilishlikka faqatgina davlatlari bilan erishadi. Bizning da'voyimiz shu bo'lishligi. Asosiy muammomiz ham shu. Shu muammoning muolajasi natijasida inshaalloh biz xo'rlikdan azizlikka chiqamiz. Ayollarni yechintirishlik emas, kiyintirishlik bo'ladi da'vo.
ayollarni o'zini tanasini sotib tirikchilik qilishligi emas, muqaddas deb bilishlik, ona, opa, ayolim deb e'zozlashlik, baland darajaga ko'tarishlik, farzandlarimizni onasi. Bu bizni zurriyotimizni tarbiyalaydi-ku. Boshimizni toji, ko'zimizni nuri degan darajasiga chiqaramiz. Fohishalarga tushirib qo'ymaymiz biz uni. Inshaalloh. Xudo xolisa. Va hamma shariat qoidalari qoyim bo'ladi. O'shaning uchun Xudo xolisa mana shu harakat asosiysi, mana shu fikrlar ummatning ichida tarqalishligi asosiysi. Xudo xolisa bu qoyim bo'lishning natijasida siz aytayotgan ishlar ham nima inshaalloh bu g'oyalarni amalga oshirishlikka ta'sir qiladi. Xudo xolisa. Bunga zarracha shubha yo'q. Ha, inshaalloh, inshaalloh. Ha, birodarlar, savollar bo'lsa marhamat. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom, rahmatullohi va barakatuh. Mansur aka, kechagi kunda Tolibon O'zbekistondan, Tojikistondan vertolyot samolyotlarini talab qildi-da, o'sha ikkinchi marta talab ekan, birinchi marta so'rasa bermagan ekan. Endi bu safar qattiqroq so'raganmish. Bu haqida bo'lmadi hali savol javob. Buni orqasida nima yotibdi? Yo'q. Bu sohada savol javob bo'lmadi. Buni orqasida albatta fitna yotibdi. Fitna musulmonlarni bir-biriga qarshi shunaqangi bir qarashtirishlik, to'qnashtirishlik, yomon ko'rishlik. O'zi siz shu bergan savolingiz umuman o'sha Tolib birodarlarimizni ko'p qilayotgan xatti-harakatlariga aloqasi bor. Xususan Pokiston hududlarida jihodiy jamoatlar bilan to'qnashuvi, Pokistonda harbiy kuchlari bilan to'qnashuvlari, qaysidir bir parcha yerdi deb yoki Iron bilan qarshi to'qnashuvligi sudi deb. Tushunasizmi? Endi O'rta Osiyo davlatlari bilan vertolyot yo samolyotda deb shundaqangi bir munosabatlarini buzishlik. Yana shundaqangi fikrga kelishuvlarida bilmayman nimaga asoslanadi. Misol Iron bilan suvga otishma qilib bir-birini o'ldirdi musulmon. Birontasi suvsiz qolib ketgan yo'q, talosh qilib. Bilmayman, ariqdan suv ichadigan qishloqlarda, danalarda bir-biri bilan urush qilib suvga. Mana shundaqangi bir azbaroyi bir islomiy yechim, unaqa narsalar bo'lmaganligi tufayli yana da'vosida, o'sha urushni da'vosida Angliyani Treteyskiy sudini chiqargan qarorini da'vo sifatida ishlatadi. Va subhanalloh, sen islomiy jamoat Sovet ittifoqini mag'lub qilding, Amerikani mag'lub qilding. Sen nimaga suv masalasida Angliyani qoziyotini, g'ayriqonuniy, g'ayriislomiy qoziyotini qarorini da'vo qilasan? Navzambillah, Xudodan qo'rq. O'zing bir o'sha Ironliklarni chaqirib o'tirib bir shar'iy qaror qila olmaysan? Yo Pokiston bilan bir parcha yerga talashib hududga. U hududni badbaxt Angliya chizib bergan. O'sha Pokistonda johil desa, endi johil deb aksariyat uni harbiylari ibodat qiladi, endi namoz o'qishadi ular. O'shani bir parcha qoniga yaramaydi o'sha yer. Shunasizmi? To'qnashib. O'sha vertolyotlar men bilmayman, endi tojiklarni, o'zbeklarni, qirg'izlarni qonini to'kishlik uchun bir bahona bo'lar mumkin. Lekin o'sha vertolyotni, o'sha yengil samolyotlarni olishligi bilan Afg'onistonda harbiylari kuchayib ketmaydi. Bu yerda ko'proq siyosiy bosim. Toliblarning Amerika bilan hamkorligi keng qamrovli. Yuzaki ko'rinmasa ham bu narsa. Umuman toliblar ayrim holatda shundaqangi bir bayonotlarni beradi, rasmiylari. Afg'onistonda qaytadan tiklashlik uchun ochiq, keng qamrovli ishtirokini xohlaymiz deydi.
Biz billah. O'sha aqlga sig'maydi. Endi o'zini iqtisodiy holatini yaxshi qilishligi uchun Amerikani hamkor sifatida ishtirok etishligini Afg'onistonda siyosiy iqtisodiy hayotida Toliblar shu narsani xohlaydi. Yana ba'zi bir bayonotlari bor, eshitsangiz hayron qolasiz. Endi bu advokatlari ham bordir. Bilmayman, ularning advokatlari qayerda, Afg'onistondami, Suriyadami, bir iloch qilib oqlashadi. Ularni har birlarining soqolini har bitta tukida farishtasi bor. Har bitta qilayotgan xatti-harakati to'g'ri. Tanqid qilish mumkin emas. Xatosini aytish mumkin emas. Haram qilgan ishini aytish mumkin emas. Kimni tanqid qilish mumkin? Boshqalarni faqat. Nimaga? Uni quroli bor. U mujohid. Uni bir immuniteti bor. Mana shunaqangi nuqtai nazardan qaramasligimiz kerak. Inshaalloh islom kelib Alloh taolo jihod qilishlikka buyurgan vaqtdan qiyomatgacha mujohidlar bo'ladi. Alhamdulillah, xolisanlillah fi sabilillah mujohidlarimizga hamd sanolar bo'lsin borligiga. Allohga. Shunaqangi bir rijol mujohidlarni paydo qilganligiga. Lekin uni jismidagi rahbariyatida shunaqangi xoinlar ham bor. O'shanga suv, bir parcha yer, qanaqangidir temir bir musulmon bilan musulmonning munosabatini buzib qonini to'kishlikka mutlaqo bir sabab bo'lmaydi, birodarlar. Undan tashqari mana yaqinda Tojikiston harbiylari bilan to'qnashuv bo'ldi. Misol uchun Tojikiston harbiylari albatta Imom Alini himoya qiladi. Imom Alini himoya qiladigan kuchlarda ishtirok etishlik musulmonga shar'an joiz emas. Harom hisoblanadi. Faqat davlat rahbarini himoya qiladigan kuchli strukturalarda. O'sha har kuchli strukturalarni ham har birini bo'lishligimiz kerak. Ayrimlari bor tartib saqlab turadi xolos. Ularni bular bilan birlashtirib qo'ymasligimiz kerak. O'sha arasida o'tadigan Panj daryosi bo'lsa kerak, adashmasam nomida. O'sha yerda toliblar juda ham tilla ishlab chiqarishlar, ya'ni suvni yanidagi qumloqdan tilla olishlar natijasida Tojikistonni ular ko'ra olmagan, oqibatda o'sha daryoni oqimi o'zgargan, oqimi ozgina Tojikiston hududiga kirib qolgan, Tojikiston bilan afg'onlar otishma bo'lgan, bir-birini o'ldirgan, qonini to'kkan. Keyin o'tirib nimagadir kelishgan. Bir qon to'kishlik oson, musulmonning qon to'kishlik oson bo'lib qoldi. Kofirlar, yahudlar emas faqat, musulmonlarning o'zi musulmonlarning ham qonini ko'p to'kadi. O'shaning uchun bugungi kunda O'rta Osiyo davlatlariga bosim o'tkazishlik uchun o'rtoqmo sifatida siyosiy maydonda ishlatishligi mumkinmi desa mumkin. Обязательно albatta urush darajasiga olib borishlik shart emas. Shunaqangi bosim har taraflama, xususan Tojikistonga nisbatan bo'lgan bu narsa albatta uni qalbiga qo'rquv soladi. Nimaga desangiz, uni armiyasi zaif, uni himoya qila olmaydi. U xalqidan himoya qila oladi xolos, oddiy insonlardan. Haligi o'lim qonini ko'rgan, urush portlashlaridan qo'rqmaydigan, ko'zi pishgan mujohidlardan, musulmonlardan ular qo'rqadi. Shuning uchun bu taraflama bosim albatta. Bu bosim davom, agar e'tibor qaratsangiz, bir necha marta bo'ldi. Bir vaqtlarda davom etadi shu narsalar. Lekin shunga qaramasdan toliblar doim da'vo qilib keladiki, bizni shu texnikalarimizni qaytarib beringlar deb. Shuning uchun bu xususan mana O'zbekistonga agar e'tibor qaratsangiz, O'zbekistonga nisbatan shu texnikasini so'rashligi ham o'zi ham siyosiy iqtisodiy taraflama toliblarga yaxshi emas, munosabatini buzish. Nima aytsangiz, juda ham keng qamrovli oldi-sotdi munosabatlari bor. Bilmayman, bir to'rtta vertolyot, bir to'rtta samolyot bilan hozir bir hamma munosabatini buzib tashlashlik mumkin. Siyosiy nuqtai nazardan bu yaxshi emas qilayotgan ish. Misol aslida. Lekin bu meni nazarimda bu bosim, bu davlatlarga bu o'sha bosim misol uchun qaysidir manfaatlarini ko'zlab qalblariga qo'rquv solishlik uchun
man o'ylaymanki, Amerika bilan hamkorlikda qiladigan ishlarni ayrimlarida bu ham shularni jumlasiga kirishligi mumkin. Shu birodarlar, man shunday o'ylayman. Alloh rozi bo'lsin aka. Birodarlar, savollar bo'lsa marhamat. Shu oxirgi 2-3 yil ichida Toshkent, xosatan Toshkentda, O'zbekistonda havo buzilib ketdi. Ba'zi payt programmadan ko'rsangiz, Hindistondan ham birinchi o'ringa chiqib ketyapti-da. P2P degan bitta programmasi bor. Haqiqatdan chang, kir. Keyin 13 yilda suv qolmaydi O'zbekistonda, Qozog'istonda deb qanaqadir o'ris ekologlar shunaqa tanqid qilyapti. Bular qayerdan bilyapti g'ayb yo ilmi bormi bilan? Suv rostdan qolmaydimi? Keyin havo nimaga buzilib ketyapti O'zbekistonda, xosatan Toshkentda? Bu narsalarda menda bir mukammal ma'lumotim yo'q. O'sha havoni buzishligi misol uchun har xil bo'ladi. Misol ekologiya masalalari natijasida Amerika Xitoyga bosim o'tkazadi. Ishlab chiqarishligi ko'p ko'mir bilan bo'lganligi tufayli ozon yana sferalarini paydo qilib ekologiyani buzadi degan mavzular. O'sha Toshkentda ishlab chiqarishlik natijasida bu havo buzilyapti yoki bir kichkina hududda katta miqdordagi odamlar, ya'ni millionlab odamlar yashashlik, mashinalarning ko'pligi, mashinada gulfitiridan chiqadigan gazlar ham bu ozon sloyiga qattiq ta'sir qilar ekan. Oxir-oqibatda quyoshdan keladigan nurlarni, magnit poylalarini himoya qila olmasdan ekologiya buzilar ekan. Endi o'shaning uchun qaysi taraflama buzilgan yoki xalqqa gumon paydo bo'lishligi mumkin, sun'iy yoki yolg'on bayonotlar bo'lishligi ham mumkin, fitnalarni paydo qilishligi uchun. O'ris O'rta Osiyoda faqat asosan fitna ishlari bilan mashg'ul bo'ladi. O'rta Osiyo davlatlarini hududlarini ham paydo qilishlikdan maqsad Stalin bilan Mikoyanni Sovet ittifoqi yiqilgandan keyin fitnalarni uyg'otishlik oson bo'lishligi uchun shunaqa hududlarni qilib qo'ygan. Toshkentning bir qismida Qozog'istonning bir qismi bor. Haligi Bitonkadan bundoq o'tsangiz, Bitonkani u taraf Qozog'iston, yana u yog'i O'zbekiston bo'lib ketadi. Shunaqangi bir ko'richaq qilib hududlarni chizish, yo Tojikistondan Qirg'izistonga o'tib, yana Tojikistonga o'tib ketasiz. Mana shunaqangi hududlarni qilishligidan maqsad yana ular Sovet ittifoqini yiqilishligini bilishgan. Shundan keyin Rossiyani ta'sirini saqlab qolishlik uchun shutlarni chizganki, fitna sifatida muammolarni paydo qilib o'ziga bog'lab turishlik uchun. Rossiya shu ishlarni amalga oshiradi. Chunki bugungi kunda Amerika qattiq e'tibor qaratyapti O'rta Osiyoga. O'shaning uchun yolg'on bayonotlar bo'lishligi mumkin, yolg'on tasavvur paydo qilishligi mumkin, informatsion maydonda shunaqangi kurash qilishligi mumkin. Keyin shunaqangi odamlarning qalbida g'ulg'ula paydo qilishligi mumkin. Suv yo'q bo'lib qoladi, u yo'q bo'lib qoladi deb. O'shaning uchun bu bayonotlarni qaysi darajada to'g'ri, noto'g'riligini tekshirib chiqishligi kerak. Ko'proq bu yolg'on bayonotlar bo'lishligi ham mumkin. Suv muammosi bor. Lekin buni sun'iy tarafini men sizga ko'rsatsam, Tojikiston orqali Tojikiston turli GESlarni, misol oxirgisi Rog'un GES edi adashmasam, o'shani qurishlik natijasida O'rta Osiyodagi suv masalalariga qattiq zarba beryapti. Jumladan o'zi umuman vodiyni 3 ga bo'lishlikdan maqsad oyandada suv muammolarini paydo qilish. Ya'ni Qirg'izistondan Tojikistonga, Tojikistondan O'zbekistonga suv tushib keladi balandlikdan. Oqibatda Qirg'iziston suvni qaysidir darajada to'sadi. Undan keyin Tojikiston shunaqangi bir GESlarni. Oqibatda O'zbekistonga kelganda kam, O'zbekiston tekisligiga kelganda kam qoladi bu suvlar. O'shaning uchun sun'iy suv omborlari bor. O'sha yerda suvni saqlab O'zbekistonga bosim o'tkazadi ayrim vaqtlarda Rossiya. Shunaqangi bir siyosiy maqsadlarga erishishlik uchun ham ekologiya, havo
misol uchun yoki suv masalalari jiddiy o'ringa ega. Geografik holatlari, tog'liq, pastlik, tekislik yoki hosil beradigan yerlar, suv, bu narsalarni dushman hammasini o'rganib chiqib o'zini manfaatiga ham ishlatishligi mumkin. Shuning uchun bu mumkin yolg'on bayonotlar berishligi mumkin fitna uchun. Shunaqangi bir musulmonlarning qalbiga shunaqangi bir g'aflatga solishligi uchun qilishgan bayonotlar ham bo'lishligi mumkin. O'shaning uchun o'zida jahonda suv muammolari bor. Men o'ylaymanki, bu narsalar ko'proq sunniy ko'tariladi. Bizda juda ham katta miqdordagi xalq yo'q bu mintaqada. Katta suv havzalari bor. O'rta Osiyoning 70% suv havzalari Tojikistonda joylashgan. Shuning uchun Alloh yaxshi biladi. Mukammal savolingizga javob berishga qodir emasman. Lekin shunaqangi nuqtai nazardan o'rganib chiqib bir xulosa qilsa, men o'ylaymanki, to'g'ri yechimga kelishimiz mumkin. O'sha bayonotlarga faqatgina ko'r-ko'rona ergashib ketib qolmaylik. Buni o'rganib chiqaylik albatta. Alloh rozi bo'lsin aka. Birodarlar, savollar bormi? Beringlar. Hech kimda yo'q bo'lsa, manda borda yana. Mana bu oxirgi payt Angliyada Fransiyada nimaga miting bo'ldi, uni uncha o'rgana olmadim. Angliyada Angliya fuqarolari ko'chalarga chiqib, ya'ni kelgan inostran o'sha chet elliklarga qarshimiz deb chiqib, tavhid bayroqlarini yirtib, Falastin bayroqlarini yirtib, shunga qarshimiz, chetdan olmagin muhojirlarni deb chiqish qilishibdi. Lekin o'sha jurnalistlar tadqiqot o'tkazishsa, o'zi chetdan kelgan migrantlar unaqa jinoyat, ishkallarga ham aralashmas ekanda, o'zi bir xillarini dokumenti noto'g'ri yoki dokumenti borlar ham shu dokumentdan mahrum bo'lib qolmaydi deb iloji boricha o'zini janjal qilishdan olib yurarkan. Bular nimani vaj qilyapti desangiz, ko'p jinoyatlarni shu chetdan kelganlar qilyapti deb shunaqa chiqish qilishdi Fransiya bilan Angliyada. Bu nimaga bunaqa bo'lyapti? Shu bo'yicha tahlilingiz yo'qmi? Alloh ajringizni bersin. Xudo xolasa mana shu oxirgi savol aloqador qo'limdan kelguncha, agar bilgunimcha shu savolga ham javob berib tushuntirib berishga harakat qilaman. Shu bilan xudo xolasa bugungi kundagi suhbatimizga yakun qo'yamiz, rozi bo'lasizlar. O'zi umuman siz bitta bir bugungi kunda bir global muammo bu ko'tardingiz, migratsion muammosi. Agar eslasangiz, yaqinda Sovet Ittifoqi bor davrida bundaqangi migratsion muammo dunyoda yo'q edi. Ya'ni migratsiya, ya'ni bir yerdan ikkinchi yerga ko'chib ishlashlik uchun borishlik juda ham kam edi. U mutlaqo bir bu muammo yo'q edi. Bunaqa muammolar muolaja ham, muhokama ham qilinmasdi. Ya'ni Sovet Ittifoqi yo'q bo'lgan davrdan kelib, yer kurrasida garchanki kapitalistik mabda sifatida qabul qilmasa ham, uni qonunlarini o'z diyorlarida ishlatadi, jumladan Rossiya yoki O'rta Osiyo davlatlarida. Shunaqangi migratsion siyosati global muammo bo'lib qoldi. Agar e'tibor bersangiz, eng buyuk davlat hisoblansa bugun Amerika, unda ham nima migratsion muammolari bor. Yevropada ham xuddi shunaqangi muammolar, Rossiyada ham xuddi shunaqangi muammolar. Ayrim kuchlar shu migratsion muammosini ayrim partiyalar, kuchlar, davlat rahbariyatlari o'zini manfaatlariga ishlatishga harakat qiladi. Ya'ni bu paydo bo'lgan muammodan foydalanishga harakat qiladi. Buni xil jamoat paydo bo'ladi, harakat qiladi. Bilvosita hech bo'lmasa idoraga olib, o'sha bir kuchdan foydalanishlikka yoki bir muammo paydo bo'ladi global. Bu hamma yoqda bor.
misol uchun Shimoliy Koreyani asosiy xalqi Xitoyga borib ishlaydi. Afg'onistonda katta miqdordagi xalqi Eronga borib ishlaydi. O'rta Osiyo davlatlarining katta miqdordagi xalqi qayerga borib ishlaydi? Rossiyaga borib ishlaydi. O'shaning uchun Rossiya o'sha davlatlarga bosim o'tkazishlik uchun Gruziya bo'ladimi? Ozarbayjon bo'ladimi? O'rta Osiyo davlatlari bo'ladimi? Yana o'sha davlatning migrantlariga qattiq bosim o'tkazadi. Ya'ni juda ham bir past suratda qiladi bu ishlarni. G'ayriqonuniy qiladi. Benihoyat pisand qilmasdan kamsitib, xo'r qilib siyosat yurg'izadi Rossiya migrantlarga. Jumladan Yevropa ham bu muammoni muolaja qilishlik uchun ishlatadi. Misol uchun Rossiya yoki Turkiya Yaqin Sharq, Afrika muammolarida migratsion siyosatni Yevropaga bosim o'tkazishlik uchun ishlatdi. Misol Siriyani qochoqlari aksariyati Turkiyaga o'tganda Turkiya nima dedi? Agar menga Yevropa iqtisodiy yordam bermasang, Yevropa eshiklarini ochaman. Shu migrantlar millionlab Yevropaga kirib ketadi dedi. Yoki Rossiya Afrikada o'zini noqonuniy harbiy kuchlari bor. Wagner degan. O'shalarni daryo, dengiz orqali Yevropaga o'tadigan migrantlarga imkoniyatlar yaratishlik va ularni jismini ko'paytirishlik, Yevropaga migratsion bir noqulayliklarni paydo qilishlikda ham foydalangan. Yevropachi desangiz, Afrikada ayrim kuchlarni iqtisodiy ta'minlab turadi. Qurolli kuchlarni, o'sha Afrikanikini, o'sha dengiz sohillarini himoya qilishlikka migrantlar o'sha yerdan qochib Yevropaga o'tmasligi uchun quruqlikda saqlaydi. Hattoki katta lagerlarni qilgan, turmaga ishlagan, o'sha yerda saqlab turadi g'ayriqonuniy odamlarni. Ya'ni dengiz, okean orqali Yevropaga o'tmasligi uchun. Qaysidir qismi o'tadi, lekin o'tmasligi uchun. O'shaning uchun migratsion muammosi bu global muammo butun jahonda. Biz doim eshitamiz. Keyin davlatlarning rahbarlarini kelishuvlariga qarasangiz, doim ularda migratsion siyosatlari ham bor. Bir vaqti ichida Angliya yoki boshqa Yevropa davlatlarida shunaqangi miting bo'ladi. Lekin o'sha davlatning rahbarlari kelib, O'rta Osiyo davlatlari bilan migratsion siyosatlarni yengillashtirishlik qaror, ya'ni kelishuvlarni qilib ketishadi. Ajablanasiz, g'alati narsalar. O'shaning uchun bu muammolarni yalqon, fasod bir mabdani qoyim qilganligini sababi. Ya'ni insonda ojiz, kallasidan kelib chiqqan bir qonunlarni hayotda tatbiq qilishlik natijasida boshiga bitgan balo bo'ladi bular. Bularni o'zlariga balo bo'ladi. Bularni erkaklari ayolga o'shqab qoladi. Tushunasizmi? Ayollari erkakka o'shqab qolgan, men bilmayman. Mana shunaqangi bir gender muammolari bor. Bu qanday bu ahli kitoblar shu darajaga keldi? Sen mana shu qonunlarni qoyim qil. Iqtisodiy holatlarni ko'rsangiz, bularning iqtisodiy holatlari juda ham bizga ko'rsatgan darajada emas. O'zini xalqini soliq bilan bo'ynigacha botqizib tashlagan. Ishlab topgan pulini yarmi yo yarmidan ko'pini davlat tortib oladi. Tushunasizmi? Bularni shifolanishlik yoki o'quv programmalari hammasi zulm sistem. Bularni farzandlaridan bir xunasalarni tarbiyalab berishadi. Bugun o'sha yerda yashab ko'rganlar guvoh, bu gaplarimizga endi chappa da'vo qiladiganlar, ahmoqlar xalos faqatgina. Bu nimaga desangiz, g'ayri ilohiy qonunlarni shunaqangi qoyim qilishlik. Bu o'limlar, qon to'kishliklar. Biz tinchlik himoyagari deb gapirishadi. Hamma urushlarni o'zlari qiladi. Hamma qonlarni o'zlari to'kishadi. Bu o'shalarni fasod, bir botil aqidalardan kelib chiqqan qonunlarning natijasi bu. Tushunasiz? O'shaning uchun azbaroyi iqtisodiy odilsizlik va iqtisodiy g'ayri
islomiy deylik, o'zini ojiz aqlidan kelib chiqqan mustamlakachilik siyosatini yurg'izishlik natijasida boylik kam, oz miqdordagi insonlarni qo'liga o'tib qo'ygan. Ular shu darajada haligi bir ko'zi tor, o'sha ikkita qo'lini o'nta panjasini egan, yonida turgan do'stini ham qo'lini qo'shib tiqib yuborgan og'ziga. Oqibatda yer yuzidagi insonlar shundaqangi bir qashshoq, og'ir, qiyin holatda iqtisodiy. Boylik to'lib yotibdi. Yetib oshib ketadi. Oziq ovqatli yetib oshib ketadi insoniyatga. Tushunasizmi? 2 baravar yetadi oziq ovqatlar. Suv yo'q deydi bu yoqda, non yo'q deydi. Bu yolg'on gaplarni ketida dunyoni boyliklariga ega qilishlik. Odamlarni bir kredit, protsent, bir shunaqangi hamma taraflama, hamma qiladigan xatti-harakatlaringiz cheklangan. O'zbekiston ham bugungi kunda shunaqangi qonunlarni ichiga kirib ketyapti. Bir iloj qilib xalqning pulini olishlik. O'zi ba'zilar tirikchilik qilyapti xalq. Qazga botqizishlik. Nimani xohlaydi bilmaymiz bularni. Tushunasizmi? Ko'z och, ko'z tor. To'ymaydi bu badbaxtlar. Alloh kifoya qilsin. Haligi kameralarni ham qo'yib tashlagan. Xalqqa osonlik, yengillik qilishlikni o'rniga. Banklar uylarni totib oladimi, mollarini totib oladimi? O'shaning uchun bu botil mabdani insonlarning ustidan qoyim qilishligini natijasida insonlar baxtsizlikda millionlab o'zini yurtini tark etib, ayollarini tirik beva qilib, farzandlarini tirik yetim qilib, qayergadir borib tirikchilik qilishlik uchun boshqa davlatlarga borib, xo'r bo'lib, zor bo'lib, mashinaqangi ishlarni qiladi. Bu hammasi bir botil mabdani natijasida kelib chiqqan global muammolar. O'shanga bu o'shani biz mabda'iy krizisga uchradi deymiz. Mana shu o'shani oqibati. O'shanga bu muammolar bugungi kunda shunaqangi bir global holatga kelgan. Bu ham bir islom nizomlarini ochlik bilan kutishlikni natijasida bu faqatgina islom bu holatda insoniyatni, bashariyatni olib chiqib ketadi xolos. Hamma taraflama. Ertaga bundaqangi katta miqdorda insonlar o'zini yerini, vatanini, yashash joyini tashlab boshqa yerlarga ishlashlikka borishligi shart emas bo'lib qoladi. Shu islom diyorlarida ko'proq. Xudo xolasa bunga zarracha shak shubha yo'q. Yedirib, ichtirib, kiydirib birinchi ehtiyojini, ikkinchi ehtiyojini, uchinchi ehtiyojini qodirish mutlaqo muammo emas. Shunga bu migratsion siyosat shunaqangi. Angliyadagi ayrim konservativ kuchlar o'sha migratsion siyosatini o'zini manfaatiga foydalanib, liberal kuchlarga qarshi harakatga solib, xalqini tuyg'usi boshqa millatlarga nisbatan nafratidan foydalanib boshlayapti xolos. Undan o'zga narsa emas. Shunga Rossiyada ham biz misol uchun odilsizlik migratsion siyosatining natijalarini guvohimiz biz ko'rib turamiz. Shunga ko'proq shundaqangi inshaalloh shoyat tushuntira olgandirman. Alloh rozi bo'lsin. Va axiru davana alhamdulillahi robbil alamin. Alloh iloyim musulmonlarning nusrati bilan siylasin. Xalifaga iqtido qilib namoz o'qishlikka, 12da turib jihod qilishlikka Alloh nasib qilsin. Mazlum, mahbus birodarlarimizga, singillarimizga, ahli oilalariga sabr jamil, ajr azim ato aylasin. Inshaalloh iloyim Parvardigor qilayotgan da'vatlarimizni natijali qilsin. Inshaalloh sifatli qilsin. Xudo yordam bersin. Allohning panohida beringlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh birodarlar.